Assalamualaikum qarindoshlar, hoş geldingizlar. Har oylik programmamizga asosan bu qatam ustozimiz doktor Asad Sulaymonni vatanimizning tarixi to'g'risida bir tegishli so'zlar berishga taklif qilgan bugun nasib bo'ldi. Programmamizni boshlashda burun qarindoshimiz Ibrohimni Qur'oni Karimdan shikoyat tilovat qilib berishga taklif qildim. Sözlemek olan teamimiz General Mahmud Muhit'in hayatı ve onun bazı zaman Uyghur tarihini tutan bu team hakkında sözlemekçi. Şu ben leksiyaya vatan sevdasını ötken hayat mavzu koydum. Hem de bir yerde leksiyanın başlaştığın ilgili Mahmud Muhit'i yani bizden 20. asırın 20-30 yıllardaki milli kurtuluş inqilabımız ve şu inqilab jarayonida intayin büyük rol oynagan General Mahmud Muhit haqida tushunchirish zarur deb qoldim. Ama menimcha 20. asrdagi Uyg'ur tarixini tushunish, tadqiq qilish hamda shu yıllardaki tariximizda yo'shirilgan sirlarni aniqlash jihatdan Mahmud Muhit'i intayin muhim bir shaxs. Hamda hozirga qadar bizdan nurg'un yozuvchilarimiz o'zining tarixiy romanlarida, tadqiqotchilarimiz o'ziniki kitob, maqolalarda garchi Mahmud Muhit'ning hayoti haqida bir qism materiallarni yozgan, maqolalarni e'lon qilgan bo'lsa, ammo General Mahmud Muhit'ning hayoti haqida keng ko'lamli kuchaytirilgan bunday bir tadqiqot bo'lmadi. Shunga biz Uyg'urlarning 20. asrdagi qutulush harakati inqilobi jarayonidagi sirlarni tushunimiz deyotganmiz. Oldindan shu masalalarda intayin muhim bosh rol o'ynagan Mahmud Muhit'ning hayoti hamda uning bizning shu masaldagi tariximiz tutgan o'rnini tushunish intayin muhim deb o'ylayman. Hamda bugun so'zlamoqchi bo'lgan asos mazmunlar General Mahmud Muhit'ning oila kelib chiqishidan tortib, uning qanday qilib 30 yillardagi
bizim milliy qutulish va milliy ozodlik harakatimizga qatnashishi, uning rahbar bo'lishi, harbiy qo'mondon sifatida shu vaqtdagi urushlarda ko'rsatgan to'pilari, shundaqla 34-yildagi kelishim, ya'ni o'z vaqtidagi bizning vatanimizni tutib turgan militarist Shinshusay, umumiy vatanimizning shu vaqtdagi hayotiga aralashgan Sovet ittifoqi hamda vatanning mustaqilligi yo'lida inqilob elib qolgan shu vaqtdagi Xo'janiyaz Hoji va Mahmud Muhitlarning iborat 3 taraf o'rtasidagi munosabatdan Mahmud Muhitiz qanday bo'ldi? Bu masala shundaqla Qumul Turpan'da inqilob portlab, keyin bu inqilob surilib, bizning vatanimizning janubiy qismiga surilganligidan janubdagi intayin murakkab tarixiy jarayonda Mahmud Muhiti qanday bo'ldi? Masalan, Qashqarda 1934-yili Erdiyazdan, ya'ni 4-oydan toki 1937-yili 4-oy, ya'ni to'g'ri 3 yil jarayonida Qashqarda shu vaqtdagi Janubiy Shinjang garnizonining muavin qo'mondoni, uningdan Uyg'ur otliq askarlar diviziyasining 6-diviziyaniki diviziya komandiri bo'lish sifati bilan Qashqardagi 3 yil jarayonda Mahmud Muhitizade qanday xizmat qildi? Shinshusay ham Sovet ittifoqi bilan qanday tirkashdi? Hamda xalqimizga qanday xizmatlar qildi? 37-yilga kelganda Qashqarda turish imkoniyati qolmagan sharoitda Mahmud Muhitining o'zining yaqin odamlaridan boshlab vatandan ayrilishga, ya'ni vatan uchun vatandan ayrilishga majbur bo'lishi, muhojiratga chiqqandan keyin Hindistonda, Saudiya Arabistonda, Turkiyada, undan keyin eng oxirida Yaponiyaga kirishi. Ikkinchi dunyo urushi oxirgi sharqisida Yaponiyaning mag'lub bo'lishi aniq bo'lgandan keyin oxiri Yaponiyadan Beyjing qaytib kelib, eng oxirida Beyjingda hayotidan ayrilishidan iborat mushu murakkab tarixiy jarayonga yo'shirgan bir qism ahvollarni diqqatlarga sunmoqchi. Demak, bugungi leksiyaning asos mazmuni shu. Mahmud Muhitini so'zlash uchun oldi bilan Muhitlar oilasidan iborat bizning 20-asrdagi Uyg'ur millatining tutulish tarixida intayin muhim rol o'ynagan Muhitlar oilasi haqida tushuncha berishga to'g'ri keldi. Hammamiz bilamiz, 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida Uyg'urlarning vatanida 2 jamoat intayin muhim rol o'ynagan. 2 jamoat. Bularning birisi Otuşdagi Musabaylar jamoati. Ya'ni bizga eng dastlabda savdo tijorat orqali Uyg'urlarning milliy savdosini, milliy sanoatini Uyg'ur vatanidan g'olib chiqib, Rossiya, u yoqda Yevropa, undan keyin Xitoyning ichki o'lkalari, hatto Sharqiy Janubiy Osiyoga qadar bo'lgan Uyg'urlarning milliy savdosini xalqaralashtirish jihatdan muhim ta'sir ko'rsatgan Musabaylar jamoati. Demak, bu jamoat yolg'iz savdo, sanoat va tijorat jihatdan emas, balki undan g'olib chiqib, Uyg'urlarga yangi ma'rifni akilib, Uyg'ur millatida o'zining millatiga bo'lgan milliy uyg'unish, o'zining kimligini his qildirish jihatdan Musabaylar jamoatining yoki oilasining ko'rsatgan roli zo'r bo'lganini bilamiz. Endi ikkinchisi, bugun biz so'zlamoqchi bo'lgan Muhitlar oilasi. Muhitlar oilasi Turpan o'ymonligini asos qonunlar. Bir tarafdan Rossiya, hatto Yevropa qadar sharqda bo'lsa, Xitoyning ichki o'lkalariga qadar o'zining savdo to'rini qurib, nayt zo'r mulkka, mablag'ga erishgandan keyin bu mablag'dan nayt unumli holda foydalanib, inqilob portlashining oldida Turpanda tunji qatam bizda zamonaviy milliy ma'rifni maydonga keltirishda muhim rol o'ynagan, ham bunga yor yo'lakchi bo'lgan jamoat dal Muhitlar jamoati. Hamda 1931-yilda Qumulda Xo'janiyaz Hojining boshchiligida milliy tutulish inqilobi boshlangandan keyin bu inqilobning o't yolqini nayt tezlikda Turpanga yayilib,
Turpandan en dastlabda xalqni uyushtirib, inqilob qo'zg'agan jamoat, yani bu inqilobga yetakchilik qilgan jamoat o'zi yana muhitila jamoat. Demak, bugun biz so'zlamoqchi bo'lgan mahsulot muhiti da Turpandagi cho'ng qo'l ilkida bo'lgan, o'yg'ongan, xalqqa yetakchilik qilgan muhitila jamoatining faxrli o'g'lon. Hamda Turpandagi muhitila jamoati bularning ulug' bo'lsa asli Mo'min Axun. Turpan Astani yestidagi oddiy bir daxon avlodqa iymon bilan shundaqla o'z vaqtida o'zining halol amgiga tayinib Turpan Astanida 100 topgan bir jamoat. Endi bu Mo'min Axundagi ikki o'g'li bo'lgan. Cho'ng o'g'li Mo'min Axun, ikkinchi o'g'li Muhit Axun. Endi Muhit Axunning zamoni kelganda taxminan 19 yasının ikinci yarımı kelgan vaqtda bu Muhit Axun avloddan Turpandagi Karis suyidan foydalanib yer terib o'zining halol amgigi bilan yashab kelgan jamoat bo'lganligi uchun o'zining 100 obro'yi bilan keyingi vaqtlar kelganda Muhit Axun Turpandagi danglik mazarlar bo'lgan Alpaqdan mazırdaki şu shayxlik nimasiga takkan bo'ladi. Takkanga shu vaqtdagi ahvol bo'yicha mazarlarning shayxlaridagi, ya'ni har bir mazarlikning o'zining vaqti yeri bo'ladi. Endi bu shayx bo'lgandan keyin o'sha mazarlikdagi vaqti yerdan bu kishiga 30 necha bu atrofida terilgan yer tekkan. Yana Karis suyidan foydalanib terilgan 30 necha bo'lgan. Bu Muhit Axun bir tarafdan mazarlikqa shayxlik qilish, yana bir tarafdan şu yeri işler öz vaqtida Turpan Astanidagi xalq qo'l ilkida bor bir oila aylangan. Ya'ni Muhitila oilasidagi iqtisod asosi shu Muhit Axun darga kelganda buning asoslari. Hamda Muhit Axun hayotida 6 farzand ko'rgan. 4 o'g'il, 2 qiz. Hamda bugun biz bu yerda so'zlaydigan shu Muhit Axunning farzandlarining ichidan cho'ng o'g'il Boson Muhit. Mana esib qo'ydim, cho'ng o'g'il Boson Muhit. Ikkinchi o'g'il Maqsud Muhit. Üçüncü o'g'il Mahmud Muhit. To'rtinchi o'g'il Boson Muhit. Endi to'rtinchi o'g'il ham kichik o'g'ilniki hayot haqida ko'p ma'lumotga ega o'g'il bo'lmadi. Shu bu yerda Boson Muhit haqida chiqqan ma'lumot so'zmayman, faqat shu 3 o'g'il haqida ozroq tushuncha berish kerak. Endi Muhitlar oilasiniki tunji o'g'li bo'lgan Boson Hojin, yana Boson Muhit. Boson Muhit haqida ehtimol ozroq anlagan bo'lsanglar kerak. Bu Boson Muhit, shu Muhitlar oilasining cho'ng o'g'li bo'lish sifati bilan oila egaligiga varis qilgan, uniki noyat tezlikda o'zining so'z tijoratda epi bo'lganligi uchun shu vaqtda bizning vatandagi Kozor so'z tijoratning birisi bo'lgan shu paxta ticareti bilan shug'ullangan. Bu vatanning paxtasini elib shu vaqtdagi Rossiyada sanoat tez taraqqiy qilganligi uchun Rossiyaga elib chiqib satgan paxtani. Demak, bizning Uyg'urlarning ichidan xuddi Musa boylar jamiyatiga o'xshash tunji qatim chegara hal qilgan savdo tijorat sistemasini yaratishda Musa hojimning noyatda cho'ng to'pisi bor. Bu odam oldi bilan O'rta Osiyodagi Toshkent, Shamay. Uningdan asal g'arb so'rgansida tatarlarning buyuk shaharlar bor, masalan, Qozon, Urumqi. Bu yer Qrim, uni o'tib Moskva, Sankt-Peterburg, hatto Germaniya, Fransiyaning ba'zi cho'ng zavodlariga paxta tortib, shu vaqtdan xil zo'r iyilik qilgan. Endi keyin 1931-yil inqilob boshlangandan keyin garchi Boson Muhit inqilobning birinchi sebebi turib urush bu maydonda bo'lmagan bo'lsa ham milliy qo'shinning shu vaqtdagi milliy qo'shinning butun oqibatini qilgan Boson hojim rahbarlik qildi. Chunki masalan shu vaqtda inqilob boshlangandan keyin 33-yili Sovet ittifoqi bilan bo'lgan cho'ng so'lga Abdurim o'tkirligi o'ymandan zimini o'qsanlar chiqdi yine. Şu vaqt qurol yaraq bo'lganligi uchun Sovet ittifoqi bilan qurol yaraq savdosi qilib. Qilgandan keyin 80 qo'yga bir miltiq set berishga imkon. 80 qo'y.
Çünkü şu zaman nispeten aytganda nirtmay qo'yin, qo'yin. Şuna Kucha, Aqsu, unga Mayaqib, Turpan, To'qsin atrofida bo'lgan xalqdan qo'y yig'ib nurg'un baylar qo'ylarni chiqargan bu qo'yni 80 ming tuyoq qo'yni Mosulajin. Shu vaqtda 3-4 pan chegis orqali so'l shtatga bir sanab o'tkazgan. Demak, Qur'on surasi. Undan keyin Qashqarda 33-yili 12 noyabrda Sharqiy Turkiston Cumhuriyati chaqirgandan keyin yana bir qatam Qur'on surasi qilmoqchi bo'lib, ikki xalta oltin bilan Mosulajin bilan Ahmad Tafta ikkisi bir o'mak bo'lib, o'sha oltindan ko'tarib so'l shtatga o'tgan Toshkentdan so'l shtatning maxfiy xodimlari bilan Qur'on surasiga to'xtamni tuzgan. Gerçi to'xtam tuzilib, oltin so'l shtatga o'tkazilgan bo'lsa, lekin shu oltin berilgan Qur'on berilmaydi. Demak, o'sha so'llarning ichida hammasida Mosulajin buyum bo'lgan. Keyin ikisi general Mahmud Mo'yiti bilan chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan ekan, chet elda. Masalan, Turkiyadagi Yaponiyaning elchixonasi bilan aloqa qilish, hammasida Mosulajin bo'lgan. Keyin 39-yili ikisi Mahmud Mo'yiti bilan Yaponiyaga berib, Tokioda Sharqiy Turkiston istiqlol jamiyatini qurgan, shu yerda vatan davosini qilish, hamda Yaponlarning kuchi orqali vatanning ozodligi uchun nurg'un ishlar qilgan, afsuski 41-yilga kelganda kasal sababidan Tokioda olamdan o'tgan. Marhum Mosulajin Mo'yitiniki qabristoni hozirmi Tokiodagi musulmonlar qabristoniga qo'yilib, demak, marasim Mosulajinning Tokiodagi qabristoni hozir qadar yaxshi saqlangan. Demak, Mo'yitilar jamiyatining cho'g'ini Mosulajinning qisqacha hayot yo'li. Endi ikkinchi o'g'il bo'lgan Maqsud Mo'yiti. Ya'ni Mo'yitilar oilasidagi o'g'illarning ichida eng ko'p ta'lim-tarbiya olgan, eng yuqori ma'lumot qozongan. Shundaqla akisi Mosulajinga qaraganda shu davrning vaziyatini, siyosatini, boshqa ahvolini eng cho'nqur darajada tushungan bir odam. Chunki Mosulajinda agarda nuqul shu savdo tijorat, unga shu savdo tijorat jarayonida bo'lgan ishlarni to'xtatdi deyilsa, o'sha Maqsud Mo'yiti rasmiy zamonaviy ongga ega bo'lgan. Shundaqla shu vaqtdagi vatanda elib berilgan milliy qutulish inqilobining kelgusidagi taraqqiyoti qanday yo'l menish kerak? Shu vaqtdagi kuchlar selishtirmasida qaysi kuchlarni foydalanish kerak? Mo'yitilar oilasining ichida Maqsud Mo'yiti hammasini Rossiyaga chiqish jarayonida Tatarlar bilan ishbirlik qurgan odam. Hammamiz bilamiz, Turkiya tilli xalqlar orasida Tatarlar 19-asrning oxirida jadidizm, ya'ni jadidchilik, yenglash harakati orqali Turkiya tilini so'zlash uchun musulmonlar orasida hammasida vatan davosini o'tirib qo'ygan. Butkul Turkiya tilli musulmonlar uchun Sovet Rossiyasining tavasida oldidan bir federatsiya elish, undan keyin davlatchilik yo'lini menish ishlarda Tatar jadidchilarning o'ynagan roli bor. Maqsud Mo'yiti bulardan hamdasini aloqa qilgan, tushungan, o'zining vatanning ahvolini yaxshi tushungan bir kishi. Yana bir tarafdan bu odam o'zi savdo tijoratchi. Agarda Maqsud Mo'yiti bo'lgan bo'lsa, Mo'yitilar oilasining savdo tijoratining bu qadar gunohli depishi tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki bu odam o'zining bilimi, hamma jihatdagi narsalar bilan bu sohaga bo'yin hassi qo'shgan. Endi Maqsud Mo'yitining chet eldagi hayoti pek baldir boshlangan. Masalan, 1910-yillar atrofida Moskvada tushgan rasmlar bor odamniki. Shu chog'dagi Moskvaga cho'ng tatar boylari, Ruslar orqali hatto Germaniya, Turkiya, Fransiya qadar borgan odamlar. Ham tatarlar bilan birlashib, O'rta Osiyo va Uyg'urlar vatanda milliy inqilob qo'zg'ashlar emas, balki oldindan inqilob qo'zg'ashning oldidan bir avlod kishilarni zamonaviy ma'rif bilan tarbiyalab, xalqning engini echish, uyg'otish qatorli jihatlarda bu odam zo'r xizmat ko'rsatgan. Shunga Turkmanlar dunyoga kelgan tunji boshlang'ich maktab, zamonaviy boshlang'ich maktab 1910-yili Ostonda Mosul bayronidagi o'yinisi boshlangan.
Yana bu maktab Maqsud muhitining nomi bilan Maqsudiya maktabi 1913 yilda o'qish boshlagan. Mushu maktabdagi o'qituvchilarning Maqsud muhiti Qozondan shu chog'dagi ilg'or tatar ziyolilarining birisi bo'lgan Haydar Saylonni oilasi bilan taklif qilib Turpan Aslanova kelib shu yerda o'qish boshlagan. Endi bular boshlagan maktabdagi xarakter nima desa, hozirgi bizning vatandagi maktablar bilan zo'r farq qiladi. Demak, shu vaqtdagi bizdagi an'anaviy ma'rifimiz madras ma'rifi bo'lgani uchun jadidchilarning ta'siri bilan an'anaviy islom madras ma'rifining asosiga unga yana zamonaviy fanlarni qo'shish. Masalan, shu vaqtdagi tarix, jo'g'rafiya, matematika, undan keyin masalan, sal cho'naq sinflar uchun fizik, ximiya, hatto tan tarbiya. Mana qo'shib qilib, ma'rifni isloh qilib, ham milliy alaylikka, ham diniy alaylikka, ham bir tarafdan zamonaviy dunyoga mos kelgan bunday bir ma'rif sistemasini Turpan uyushmasidan vujudga keltirgan. Keyin bu ma'rif Turpan uyushmasidan halqib chiqib, hatto Maqsud muhitining kuchishi bilan Turpan atrofidagi masalan Pishtonda, Lükchunda, uningdan Guchum, Jimisar. Bu joylarga qadar 1917 yil tatarlardan 10 necha o'qituvchini taklif qilib, bu yerlarni shu maktabdan chiqqan. Uningdan Maqsud muhiti shu vaqtda inqilob boshlanishdan oldindan shu vaqtdagi ilg'or fikrli odamlarni yig'ib, Uyg'urlarga eng dastlabki shu ozodlik tashkilotlarini, yana partiya qurish tashabbusini o'tirib qo'ygan birisi. Chunki inqilob portlashidan oldindan inqilobni to'g'ri yo'lga boshlash uchun bir partiya qurish kerak. Demak, bu harakatlardan Maqsud muhitining shu vaqtdagi dunyo vaziyatining o'lchog'ini olmaydi deydi. Vatanning ahvolini olmaydi. Eng oldiga ketgan bir ilg'or fikrli odam ekanligini ko'rib oldi. Undan keyin 31-yildagi inqilob, ya'ni Qumulda boshlangan inqilobning Qumuldan halqib chiqib, butkul Uyg'ur vataniga o'mlashib yeyilishlar, menimcha muhim rol o'ynagan odam yana Maqsud muhiti. Chunki shu vaqtda 32-yilning oxirida Turpanda inqilob qo'zg'ashni ilgari cho'qim oldi bilan Qumul bilan aloqalashib, Xo'janiyaz hojini Turpanda taklif qilgan. Demak, inqilob bir yurt bilan cheklansa bo'lmaydi, olib chiqish kerak. Turpan alayda, Turpandan keyin butkul janubga yurish qilib, Uyg'urlarning umumiylik vatanida farqli inqilob chaqirib, kelgusi millatning taqdirini hal qilish taklifini Maqsud muhiti o'tirib qo'ygan, o'zi maxsus 200 odam boshlab berib, Qumuldan Xo'janiyaz hojini Turpanda chiqqan. Nayib afsus, Maqsud muhiti shunday ilg'or fikrli bir kishining hayoti qisqa bo'ldi. 33-yili Xo'janiyaz hojim milliy qo'shindan boshlab Lükchunga chiqqandan keyin Lükchundagi bir urushda Lükchun separatining qo'mondonlik qilib, Maqsud muhiti shu muosini buzib chiqish jarayonida o'q tegib shahid bo'lgan ekan. Bu odam mayli kiyim-kechak hamma jihatdan farqli turganligi uchun shu vaqtdagi Shimsaydagi qo'shinga oson taraf tutib, kallasini kesib, Turpan Yanshaga isib bo'lgan. Demak, 33-yili 4-oyning ichida Maqsud muhiti vatan yo'lida shahid bo'ldi. Demak, bu muhitlar oilasining ikkinchi o'g'li. Yana shu davrda intoyin muhim rol o'ynagan muhim shaxsning birisi Maqsud muhiti bo'ldi. Endi Mahmud muhiti, yana bugungi bizning leksiya temamizning asosiy obyekti bo'lgan Mahmud muhitiga kelaylik. Yana 3-o'g'il. Mahmud muhiti taxminan ba'zan 1887 deydi, lekin men egallagan materiallarga qaraganda ishonchliroq 1889 yil. Muhitlar oilasida 3-o'g'il bo'lib dunyoga kelgan. Dunyoga kelib, dastlabda Turpan Aslan'da diniy tarbiya oilasida. Keyin Turpandagi davlat madrasalar o'qib, o'zining diniy va shujatdagi ma'lumotini yetilgandan keyin muhitlar oilasining kundan-kunga ro'naq topayotgan igiligiga shuni rivojlantirgan varis. Hamda ikki akisi Mosul muhiti bilan Maqsud muhiti ko'pincha sirtda so'l bilan shug'ullangan. Turpanda bo'lmagan uchun Turpandagi asosiy igilikni Mahmud muhiti oilasi turib, o'sha igilikni tutgan, rivojlantirgan. Shunga ham shu vaqtda muhitlar oilasining ichida menimcha
ikki aksine qaraganda Mahmud muhitining ommaviy asosi sal kuchliroq. Chunki bevosita shu Ostondagi Turpanning boshidagi odamlarning o'zi bevosita yashagan, butkul dehqonchilik yerlarga o'zi odam selib bo'shlan tutgan, uningdan bular bo'lgan uchun maktabni Mahmud muhiti nomtirgan asosan. Ularning iqtisodiy majallarish bu hujjatlar. Ham Turpan xalqining shu chaqli dardini ham cho'qir darajada tushungan bir kishi. Shunga toki inqilob portlashi bo'lgan jarayonda Mahmud muhitining mayli muarif jihati bo'lsin va boshqa jihatlar bo'lsin, ko'z ko'ringidek bundaqa ikki aksidak bunda nimasini ochib aytmaymiz. Chunki oilaga tutulmuş xalqning ichida yashaganlarda. Ammo 1933-yili Turpan rasmiy inqilob boshlangandan keyin nihoyat tezlikda Mahmud muhiti bütün qo'shinlarni qo'mondoni sifatida o'tirib chiqqan. Hamda xalq e'tirof qilgan. Chunki inqilob boshlangandan keyin uning egisi bo'lish kerak. Ham o'zining ommaviy asos kuchli xalqning ro'yi kayfiyatini mijoz qilib yaxshi bilganligi uchun uning ustiga o'zining shu vaqtda jamiyatda xalqning ichida inobat ro'y bo'lganligi uchun hamsi Mahmud muhitini qo'mondon qilishni talab qildi. Bu odamni qabul qilgan. Shuning bilan toki birinchi qatamda milliy tutulish inqilobi boshlanib, toki uning natijasi chiqdi. Bütün jarayonda Mahmud muhiti asosan harbiy qo'mondon sifatida o'tirib chiqqan. Endi boya ta'kidlab o'tdi, 31-yilda bizning vatan tarixidagi bir hal qilish vaqt. Yana qurulli inqilob qo'zg'alib 1 yil o'tgandan keyin buning shamollari Turpanni ko'rishga boshlagan. 32-yilning oxiri, 33-yilning boshlarida Turpanda xalq ta'xir turgan. Ammo ta'xir turgan bilan shu chaqda qurulli inqilob bo'lgandan keyin shu chaqda hokimiyat peshdan chiqib olgan Jinshorin nihoyat tezlikda armiyani kuchaytirib, Qur'onni bu jihatda bu Rossiya bilan suhbat qilib, Rossiya bunga oyoqqa Germaniyadan hatto Qur'on yo'lini keltirgan shu vaqtda. Undan keyin Angliya orqali Angliyaning zo'r miqdordagi ilg'or Qur'onlarni setlab, Jinshorin o'zining oldidagi Miltaris Yangzangshga o'xshamaganda, Yangzangshin tukni yetishtirib, xalqni taklab, nadan qoldirib, ma'rifni vermay, mushol orqali kontrol qilgan bo'lsa, bu Jinshorin biroq Qur'on kuchi orqali bosma hokimiyat tutib turman deb buyurgan. Undan boshqa qumul inqilob bo'lgandan keyin necha ming kishilik qo'shilgan albatta bu qumullar biroq tuzilgan deb qo'yilganda, ammo maqsad yetmagan. Endi bu vaqtda xalqning qo'li Qur'on bo'lmagan uchun qo'zg'algan bilan to'lagan badallar eg'ir bo'lib ketgan. Shunga fursat kutib, Xo'ja Niyoz Hoji nimaga Turpan rasmiy chiqqandan keyin boshlashni o'ylagan bo'lsa, lekin shu vaqtda Turpandagi marshining degan Tunganlardagi boshlig'i bular inqilobni baldir qo'zg'ab, Xo'ja Niyoz Hojining qismi Turpanni chiqishganlikda Turpandagi qurollarni qo'lga tushirganda bular bir o'yin o'ynagan. Yana Turpan uchunda gap taqdib Xo'ja Niyoz Hoji hozir nimaga chiqibdi, pichanga chiqibdi. Pichanlar qo'yib turgan bir xabar taqatgan ekan, xalq shu murojaatda shu yerga qo'zg'alib ketgan, amaliyotga chiqmagan vaqt. Shuning bilan dushman qo'lda qurol kuchli bo'lganligi uchun bu urushda qo'zg'aluvchilarning noyat chiqqan bo'lib ketgan. Hamda bu jarayonlarning hammasiga Mahmud muhiti xalqning beshi turib, bu ishlarning hammasiga shohid bo'lgan. Hamda keyin Xo'ja Niyoz Hoji nimaga Turpanga chiqib, Turpan qo'zg'aluvchilari bilan birlashgandan keyin Turpanni to'liq oldi, ham qo'ldan berib qo'ydi. Bu jarayonda Turpandan noyat ko'p urushlar bo'ldi. Bunun tafsilotini tarix materiallaridan ko'rib olsanglar bugun vaqt munosabatini hamda so'zlab o'taman. Turpanda ashliq urush bo'lib turgan mezgilda 33-yildagi Atiyas faslida hammamiz bilamiz ikkinchi qatam yana Gansu'dagi Tunganlardagi qo'mondon bo'lgan Majuri ikkinchi qatam fursatizda bizning vatanga chiqqan. Vatanga chiqib udul kagnicha bular shu uchoqqa borib to'xtaganda, chunki shu vaqtdagi Jinshorinning zo'r tipdagi bir diviziya qo'shini Qumuldan chekindirib, hammasini shunday uchoq atrofga to'sab, Urumchini murofiaga ko'rishga tayyorlangan. Chunki o'choqda Turpan qo'zg'aluvchilari bo'lgan, Qumulni asosan kontrol qilgan, bular g'arbga qarab surilib, Urumchiga qistab kelgan vaqt. Dal o'sha vaqtda Majuri o'sha nimadan foydalanib, Urumchini kiruvchi bilan olsam o'zining hokimiyat tatbiq etishini var. Shuning bilan bu Majurining qo'shini udul ko'cham kelib to'xtagandan keyin uning oldida birinchi qatim chiqishidan Tunganlar bilan orada nihoyat ko'p ziddiyat chiqib ketgan. Ko'p qatim Uyg'urlarni aldab qo'yib urush g'alaba qilsa
qo'lga kelgan qurollarning hammasini o'zi elib Uyg'urlar bergan nurg'un nimalardan birinchi qatam bular ziyorat ko'rgan. Ikkinchi qatam chiqqandan keyin shuni bilan Xo'jayin Azatlik o'zini tungalarga nisbatan qattiq ishonmaslik bo'lgani uchun passiv o'rin turgan vositalar. Lekin endi Turpan qo'zg'olonchilari bu xil nima bo'lgani uchun 5 yil o'tmagani uchun yana majmuaga nisbatan ümit bağlaş pozisiyası olan. Demek majmuaning ikkinchi qatam biz vatanga chiqishda yana bu boyda bir o'makdan berib bular taklif qilib chiqqan edi. Chiqqandan keyin endi bular buchundan amalsiz yuz ko'rishdi. Bu qatamning yuz ko'rishda Uyg'ur qo'zg'olonchilari bilan majmuaning o'rtasidagi ziddiyat shu ko'rishdan oshkorlangan. Majmuaning shunday degan Xo'jayin Azatlik. Siz bizning otimiz bu qatamqi inqilobda Neyzim dəstisi operam. Ben Neyzim kuchu olayım. Dəstisi qanchalik ching tutsa, kuchi düşmanı qirib mangay bo'ldi. Shunga Guchungda 2 saat qolaman, Urumchida 4 saat qolaman. Unga bütün Sovet ittifoqini olgan ekan, chegarani haramda tutash qilman, bir cho'ng musulmonlar imperiyasi qurman. Deganda nima? Ammo majburiyatdagi shu vaqtda gerçi Uyg'ur qo'zg'olonchilari shunday degan bo'lsa-mu, ammo o'zidagi armiyasiga so'zgan nutqlar oshkorlanadi. Bununda yanına Gomindan'ın 36. diviziyası buluş sütü bilen vatanın birliğini qo'llaydi. Şinjan'dan vatan zemininden ayrılıp çıkıp ketişten aldığın için çıktım benden özüm armiyasi yıkılan getiler şu anda. Demek iki xil gap qanda. Şunlar meylede kulağın getirim anlayan, şunlar vuruş taktikisini düzüp Majmuaning qo'shoni Guchungga hujum qilgan Uyg'ur qo'shinlari bo'lsa Chinisarni olgan. İki tarafga bo'lganda urush boshlanib 2 soat urushgandan keyin oxiri Chinisardagi dushmanlar bayroq chiqarib taslim bo'lib deganda taslim bo'lamiz, lekin Qur'onni biz aks topshirmaymiz. Degan gapda bu gerçi inqilob qon bo'lsa-mu bizda tajriba bo'lmaganligi uchun bu gapni ishlatib aks Qur'onni topshirmoqchi bo'lgan, ammo Majmuaning Guchung yapgan ekanlar daram Chinisar bilan qilar qilib shu kekse o'zining bir rota askarni Chinisarga avatib Chinisarga taslim bo'lgan Jinshorn askarlarniki taxminan 3000 tanlik bilan 20 necha pilot va boshqa bo'lgan hammani o'qi bilan yo'lga ketgan. Guchung. Aytsa shunga bu Xo'jayin Azatlik bilan Mahmud Mo'yitda qo'shin boshlab Chinisarga kirib Qur'ondan bir taqorat olgan. Shuningda bu ishning tiktaklik yetib, oxiri majmuaning so'z bag'ında berib bu nimaga deganki buni aytib akavollik bilan ularni tuzuk qarshilamoqman. Men oldindan armiyani qurollantirib, Urumchini olgandan keyin ondan deshay qilgan ekan. Shuning bilan shu yerda bo'ldi. Yavaş qazonni faqat bir qatam oshqaylaydi, qo'lim yudu deganda. Dal shunday aylash vaqtda turgan mazgilda buningdan ham Urumchiligi Shinsai, yani Yaponiyada harbiy ta'lim ko'rganligi uchun intayin uslub bilan bu xabarlarni Urumchiga berib turgan bu odamlar bor. Shuningda bu ikkisining orasida ko'rgan ziddiyatdan qanday foydalanish? Chunki shu vaqtda Shinsaining ustida 3 cho'ng kuch uni yo'qotgan deb turibdi. Birsi Uyg'ur qo'shinlari, Xo'jayin Azatlik bilan Mahmud Mo'yitda boshlangan. Ikkinchi kuch Majmuaning chiqib o mayxon ta'dis oldi. Üçüncü kuch Ilida Zhang Peiyuan degan bir Xanzhou general shu vaqtdagi ilmga bo'ziyat o'zlashtirish qismlarida bu mayxon qistab kelib, buni Shinsaiga e'tirof qilmayman deb turganda, bu uch kuch 3 yerni qismatgan bo'lsa. Endi shu vaqtda bu Shinsai hokimiyatni qanday saqlayman deb bu Yaponiyada tarbiya ko'rgan odam bo'lgani uchun nayt tezlikda o'zini shu vaqtdagi kommunizmga e'tiqod qilgan bir kommunist sifatida ko'z tishtirishdi. Tirishib Urumchidagi Sovet ittifoqining konsulini qayt qildi. Qayt qilib Urumchidagi konsul Moskvaga telegram orqali Navoda kelajakda Uyg'urlar vatandagi inqilobning natijasida Shinsai'ni yo'lasak, bu kommunist bo'lganligi uchun Sovet ittifoqining bu yerga barliq manfaatlarini faqat Shinsai kafolat qila olmaydi. Majmuani yo'lasak, majmuaning bir musulmon, ikkinchisi Tungan, üçüncüsü bu bandit karakteri var. Uzun mezgil tutup duramaydı. Özü Genzon'da kelganligi uchun bu rayonni uzun mezgil kontrol qilib turgan salohiyat yo'q deb qaradi. Agar Uyg'urlarni yo'lasak,
Uyg'urlar hokimiyatni olgandan keyin bular mustaqil e'lon qilish mumkin. U chog'da bizning O'rta Osiyodagi O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston bu jumhuriyatlarni biz tutib tura olmaymiz. Bularni e'lon qildi. Shu Uyg'urlarni qo'llamaslik kerak. Buningdagi eng yaxshi nomzod Shinsayda bekitganda Moskva. Shuning bilan bu Shinsayning iltimosini oid tezlikda tasdiqlandi. Sovet ittifoqi Uyg'urlar vataniga Qizil armiyani kirgizish qarorini oldi. Yaqin radiolama tarix programmasida berdi. Shu vaqt qanday hamda kirgizishda shu chog'dagi xalqaro qonun bo'yicha cho'qim Nanjangning ruxsatini olish kerak bir askar kirgizish uchun. Ammo shu vaqtda Gomindan, Nanjangdagi Gomindan hukumatni bizning vatanni kontrol qiladigan kuchi bo'lmagani uchun faqat Shinsay o'zi kontrol qilib turgani uchun u Nanjangdan ko'zga ko'rgan udullar ikki diviziyasiga, yana bir diviziyasi Altayskiy. Altayskiy degan nom bilan bizning vatandagi, yana birisi Tabatayskiy degan nom qo'yib ikki diviziyasiga. Chegara kelganda Sovet ittifoqining formini hammasini silib, shu vaqtdagi Jinsho'rin askarlarining kiyimiga almashgandan biz formalar. Almashtiriblar chakdan kirib degan narsani yo'shirgan. Kirib Shinsayni qutultirish tayyorlangan. Ham nahnu shu vaqtda bular chiqimni azaytish uchun Marjoniy bilan Xo'jayin Azarjonning orasi buzilgani uchun darhol ikki yerga ikki maxfiy elchilar o'rniga o'tganlar. Xo'jayin Azarjonga berib tayinlar bular. Hozir hokimiyat Shinsayning qo'liga o'tish ehtimoli zo'r. Shunda kelishim tuzayli, urushmayli. Sizlar Tangri tog'larining janubidagi tutib bepiyansizlarning hammasini Uyg'urlarga tayyor. Faqat Shinsay Tangri tog'larining shimolini kontrol qildi. Yana Tangri tog'larining janubiy yerdan Qumul Turpanni o'z ichiga olgan tutib janub. Uyg'urlarning kontroli bo'ldi. Tangri tog'larining shimolidagi Ilan o'z ichiga olgan kichkina, ya'ni Urumchi markazidan bu Shinsayning kontroli bo'ldi. İki hokimiyat tam darajalik bo'ldi. Faqat shart nima desa, shart diplomatiya jihatdan birdan-bir aloqa qilgan davlat Sovet ittifoqi bo'ldi, boshqa davlatlardan aloqa qilmaysan. Ikkinchisi diplomatiya bilan chegara saqlash faqat shu Gomindan shuning tavasi turdi. Qolgan armiya, yerlik saqchi, butun hokimiyat o'zlarining qo'lida bo'ldi. Deganda shu vaqtdagi davlat kelishimlarning biri bo'lgan Cenisar kelishimi yoki Fukam kelishimidan atıldı. Bu şu kelishim Ürümçi atrofidagi shu Cenisar tavasi bir joyga bo'lgan. Hozirda Fukam tavasi. Yana shu kelishimda asos o'tirib qo'yilgan narsa 5 mazmun. Ya'ni Uyg'ur elini Tangri pasib qilib ikki nimaga alga bo'lib Janubiy Uyg'urlar so'raydi, shimolni Shinsay so'raydi. İkincisi hem de Xo'jayin Azarjondagi o'rni qanday qurilganda, yana shu vaqtdagi Janubiy Shinjang garnizonining bosh qo'mondoni hamda janubda qurilgan hukumatning boshlig'i hukumatni butunlay o'z tashkillaydi. Hamda bu Shinsay hokimiyati bilan ikkisining munosabati qanday bo'ldi deganda, ikkisi betaraf turdi. Bir-birini e'tirof qilishdi. Agar qaysi taraf hujum uchrab qolsa, yana bir taraf betaraf turdi yoki yordam qildi. Üçüncü şart nima bo'lsa, uchinchi shart faqat Sovet ittifoqining manfaatini kafolatga ega qilish. Ya'ni Sovet sanoat, madaniyat, diplomatiya va boshqa jihatlarda faqat Sovet ittifoqidan do'stona bo'ldi. Angliya va boshqa davlatlar bilan munosabat o'rnatmaydi. Undan keyin o'sha kelishim tuzilgan kundan boshlab Uyg'ur qo'shinlari butunlay janubga bog'landi, janubni kontrol qilish uchun. Shimoldagi ishlar aralashmaydi. Bular shunday deyishganda shu vaqtdagi shu kelishimga zarur qo'l qo'yish masalasida ko'p talash-tortish bo'lgan. Talash-tortish jarayonida shu kelishimni tuzash uchun Shinsay avatgan o'makning tarkibida shu vaqtdagi Urumchidagi cho'ng tatar boylari bilan, masalan, Husayn boy deganlar kelib, bular asrdan Xo'jayin Azarjonlar Sovet qizil armiyasining chegarani saqlab turganligi, pat yaqinda chegaradan o'tib, Urumchiga kelish tayyorlangan Marjoniy qo'shinlarga hujum qilish ehtimoli borligini xabar berganda. Demak, agar Sovet ittifoqi aralashib qolgan bo'lsa, bu ish Urumchiga hujum qilgan foydasi yo'q. Shu bilan vaziyatni Mahmud Muhitidan ta'lim qilgan aniqlikda faqat shu kelishim tuzash hozircha vaqtliq bizning tanlov olgan yo'limizga deb bu kelishimga qo'l qo'ygan, 3 nusxa yozilgan, Urumchiga Sovet konsulini qo'l qo'ygan, Shinsay qo'l qo'ygan, Xo'jayin Azarjon qo'l qo'ygan. Buning bilan Uyg'ur askarlar janubga surilgan. Endi bu yerdagi ikki zo'r kuch, ya'ni Marjoniy bilan Shinsayning o'rtasidagi
Ürümçi tanışış jeli şunu bilen 33 yılın 12. ay 34. yılı 1. ayda başladı. Endi şu vaqtda Majmuyan o'zi muçoqni qo'lga tushirgan to'ymanlikda Jigisarda Uyg'urlarga tayyor 3 ming miltiq, 7 ming miltiq bilan o'zi shu chaqda 2-3 ming odam chiqqan. Aş atrofdagi Tungan Xitoy hammani birlashtirib 10 mingga yetgan bu kuch. Demak, hammasini qo'lga qurollarda Majmuyan o'zi to'liq ish oxiri Ürümchidan olganlar Ürümchi hujum bitirgan. Dastlabda bu shunday fidokorlik ko'rsatib, hatto Ürümchining shu hozirgi Qiziltog'ni tumshuqcha qistab kelgan. Qistilib Shinsayning qo'shini faqat Shinsayning qo'lida 5 ming kishi qo'shin bor. Ürümchi shahar sepilning ichiga qisilib qoldi. Moshu manzilda umudiki nima chegara saqlab turgan so'l qizlarimiz 20 tankka 20 ayiqlarning himoyasi ostida bular Ürümchiga bostirib kelgan. Endi bostirib kelganda shu vaqtda mayli Majmuyan bo'lsin, mayli Hoji Nazarjon bo'lsin, hozirgi zamonaviy urushda tankka ayiqlar urushida bular tajriba yo'q. Qıpaqmagan. Şuna dastlabda quruqlikka kelgan so'l qizlar mesni xili ko'p ziyon uchratgan bo'lsa-mu, keyin osmondan ayiqlar yerdan tankdan kelganligi uchun bunda urush tajribasi bo'lmashqa Majmuyan qismi butun saf qo'yish kerak beradi. Ürümchi urushda Majmuyan to'liq o'zini kuchi ayiqlar. Shu vaqtda bu Gansoqqa qaytib ketish nimasi bo'lgan? Çekilish. Ama bu yo'l tanlamanda, bu yo'l tanlamay Janubiy Shinjongga borib, ya'ni Uyg'urlarni to'plab qaytadan Ürümchiga yana bir qatlamada tegish muqtaqay. Deb bu yana janubga chekilib, oyoqdagi taq uchida bu Shinsay tashlab qo'yib, Uyg'urlar qarab. Endi Ürümchilar tashlab turib, Ürümchi egallagan so'l qizlar mesi Ürümchini bosib turib, Majmuyanning kaynidan janubga ulasib. Demak, eng dastlabda Hoji Nazarjonning qismi janub oldi bilan ko'rlar o'tib, kuchab o'tib aşağıdaki Tungan Xitoylarla urushib, Qashqar tarafga qarab ilgirgan. Uning kaynidan Majmuyanning qo'shini so'l qizlar mesini yig'ilib, bular uning kaynidan bo'lgan. Uning kaynidan Mas'ud bilan nimaniki Shinsayning qo'shini qo'llangan bular. Demak, 3 kuch oxiri janubga qarab surganda, hamda janubning vaziyati shu vaqtda hammamiz bilamiz. Oldi bilan To'qson, buningdagi shu kuchada Temir eli boshlig'ida inqilob portlab Aqsu'nu kontrol qilib, Temir elning qismlari 33-yildagi Erkasda allaqachon Qashqarga yetib qolgan. Endi Xotanda bo'lsa, Xotanda inqilob bo'lib, 33-yildagi 2-oy ichida. Xotan to'liq edib, oxirida Xotan ilchini markaz qilgan Xotaniston hukumati qurildi. Hukumat qurilib, armiya tashkillangandan keyin bular Xotan tarafini bosib turib, Qashqar qarab kelgan. Demak, shu vaqtdagi Qashqar vaziyati intayin murakkab bir rayonga aylanganda, masalan bu yerda Xotan qo'shinlari nima olamiz deb turdi, Qashqarni olamiz, janubni birlashtiramiz deb. Qashqarga kirgan Temir elining 2000 kishi qo'shini bu yerga kirgan. Temir elining kaynidan kuchlardan tashkillangan Mojasan degan Tunganlarniki ularning biramindek kuchi Qashqarga Qashqardagi Tungan Xitoylar bilan birlashib, yangi shaharni olishmoqda. Uning kaynidan Hoji Nazarjon bilan Mahmud Mo'yitning qo'shinlari Qashqarga yetib olgan. Uning kaynidan Majmuyanning zo'r qo'shini bu yerga yig'ilgan. So'l qizlar esa qo'g'lab Aqsuq kelganda Aqsuq to'xtab qolgan. Chunki Qashqar kiraysa Qashqarda Angliya konsuli bor. Angliya konsuli bayonot e'lon qilgan. Agarda So'l ittifoq qizlar mesi Qashqarga kirsa, erta Angliya armiyasi endi kiradi. Shu bilan So'l qizlar mesiga to'xtagan Qashqarning vaziyati ajoyib bir murakkab holatda o'tdi. Mushunda murakkab holatning ichida yana Qashqarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilib jakka oldi. 34-yilning 2-oy kelganda mushu har xil kuchlarning kuch selishtirmasida bu hokimiyat mavjud bo'ladi yoki yo'qolib ketadi. Mushunda bir holat turganligida o'sha kuchlar Qashqarga yig'ildi. Hamda shu vaqtdagi Tunganlarniki o'ziniki nimasi, garchi o'zini Uyg'urlar bilan o'tganda musulmon desmi, lekin milliy inqilobda ularni tutgan o'rnida butunlay Uyg'urlar bilan qarshi bo'lgan. Endi 34-yili 1-oyning ichida Hoji Nazarjon va Mahmud Mo'yitning qo'shinlari Qashqarga yetib borgan. Qashqarga yetib borgandan keyin Qashqardagi boyga so'zlab o'tgan murakkab Mo'yitning ichida oldi bilan Qashqar yangi shaharga qolib yotgan Tungan Xitoy armiyasini yo'qotganda Qashqarni kontrol qilib bo'ldi deb berdilar. Qashqardagi Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumatining kuchlari yana shu chog'dagi Osmonli o'zbeklarning
Yusufcan qurilishi, undan keyin yerlik kuchlardan shu chog'da atuşlar qo'zg'alib, o'zi bir polk askar tashkil qilgan kichik Oxun polki. Undan keyin Temur eli Qashqarda Tungalar tarafidan o'ldirilgandan keyin Temur elniki qoldiq qismlari. Undan keyin Xotan tarafdan Xotan armiyasidan Qashqarga yurish qilib kelgan 2000dagi, ya'ni Amir Abdulloh bilan Amir Nurahmatning qo'mondonligi Xotan qo'shinlari. Bu kuchlarni hammani uyushtirib, Yeni shahardagi Tungan Xitoy qo'shinlarini mag'lub qilib Qashqarni to'liq kontrol qilish ishini o'tkazdi. Afsuski bu vaqtda Majumiyning zo'r qo'shini oxiri Qashqarga bilan ulgurib kelgandan keyin Qashqarda zo'r bir urush bo'ldi. Tunganlar bilan Uyg'urlar o'rtasidagi urush kelib chiqdi. Buning uchun Qashqarda yana bir qator qon to'kilish qilindi. Zo'r qirg'inchilik bo'lsin deb shu vaqtda bu Mahmud Muhitdilar Qashqar qo'shinlarini Qashqardan chekintirib chiqish qarori kelgan. Endi hozir bu tarix o'yilgan vaqtda ba'zi tarixchilar deydi bu qaror inqilobning jarayonidagi intayin bir xato qaror bo'lgan deyildi. Yana shundaqlar Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining ag'darilishiga sabab bo'lgan qarorga qaraydiganlar. Ammo yana ba'zilar shu vaqtdagi vaziyatni aytganda bu to'g'ri qaror edi. Chunki Qashqarga to'plab turgan Uyg'ur armiyasi qo'shinlar Qashqardan chekinib chiqsa, Qashqar qattiq urush bo'ldi. O'sha Qashqardagi xalq yana zo'r ko'pchilik xalq Uyg'ur bo'lgani uchun Uyg'urlar qirilib ketdi. Deb bu qarashchilarga. Endi mayli qanday bo'lsa, tarix hozircha baholanmaymiz, ammo shu vaqtdagi sharoitda Qashqardan chekingan. Chekingandan keyin bu qurilgan Qashqar qurilgan Sharq Turkiston hukumatining butun hukumat a'zolarini yakanga chekingan. Buning bilan Majumiyning qo'shinlari Qashqarga kirgan, Qashqar yana konshani kontrol qildi. Ammo Uyg'ur qo'shinlari chekingan bilan Qashqarning atrofida chambarsimon qurshab, Qashqarga hujum qilish oldini saqlab turdi. Demak, So'lning qizlari esa Qashqarga yetib kelgandan keyin Majumiy bu yerdan tasavvur qila olmaydiganligini ko'z yetib, oxirida So'l ittifoqi bilan so'd qilib, endi bu qanday bir kelishim bilan so'd qildi? Bu bir sir. Majumiyning Angliyani tanlamay o'zini qirgan, o'zini halokatga uchirgan So'l ittifoqini tanlashi bu bir sir. Shunchalik qisqa vaqtgacha tuyuqsizdan Majumiyning o'zining antikak qadrini elib, 7 xalta oldi. Demak, bu oltin toki Qumuldan Qashqarga Uyg'ur xalqi bilan bo'lgan urushda bo'lgan talagan, yiqqan bütün oltin elib, Erkashdan orqali Majumiyning So'l ittifoqiga chiqdi. Endi Majumiyning chiqib ketish hisobiga So'l ittifoqi nima yo'l qo'ygan desa, Xotanda Tungan 36-diviziyaning Xotanni ishg'ol qilib, Xotanni to'shigan So'l ittifoqi bo'ldi. Kafolat qildi. Endi o'ylab boqaylik, Shimsayni qo'llagan So'l ittifoqi nima uchun Tungan bilan urushda Majumiyning yangan turdi, yana Xotanga Tunganning 36-diviziyasi Majumiyning chiqayotgandan keyin Mahfusan qo'mondonligi Tunganning qismini oldinga Xotanga qo'zg'atib qoldi. Demak, Majumiyning qo'shini Tungan nimaga Xotan kirgandan keyin Xotan armiyasi bardosh qilamay oxiri Muhammad ibn Qura chetarga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Xotan islom hukumati bilan tugaydi. Xotanda 9-oydan 37-ni 10-oy qadar 3 yil Tunganlar barhuzur tutib turdi. Xalqini qildi. Davlatning ichidagi davlat altida o'zi Xotanni ko'tardi. Demak, bu shunday ahvol ostida Mayaqdan So'l qizlarimiz va Majumiyning qo'shinlari So'l ittifoqi Qashqarda turib, Xo'janaz hojimni Erkashdan yana So'l ittifoqi chegarasiga chaqirganda, chaqirib olib, o'tkazayotgan 80 ming tuyoqdan tava qo'yib olingan mingdan miltiqning 200 tani bergan 800 tani miltiqni olgan. Aşı miltiqlar bilan deb qarasa, lekin atanning miltiqni berish bo'lmaydi. Bu nemishga berish bo'lmaydi, bu qo'ynamni o'tkazib bo'ldik bu. Lekin Jinisar kelishimi bo'yicha, ash kelishimga amal qilishlar kerak, lekin bu kelishimni buzdilar. Bu qanday buzilmaganki, bu Qashqarda bo'lgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetiga rais Cumhuriyetlar mas'ul. Deganki, bu Xo'janaz degan, lekin men bu hukumat qurilgandan Qashqarga bormadim. Qashqar yo'qdim. Bular men berishga ilgari qurilgan hukumat. Bizning so'limiz bilan bu hukumatning nima munosabati bor? Degan munosabat bor. Agarda mavjud bo'lib turimiz desamlar, bizning qurol olamiz desamlar, bu chog'da shart tutishlar kerak.
Erkeştan'ın qaytib kelgandan keyin bu Mahmud muhiti bilan muzokara qilgan qanday qilish kerak. Uningcha Sovet qizlar armiyasiki, o'rislardan boshqa qozoq, qirg'iz, o'zbeklardan tashkillangan qismi Qashqarga kelgan bo'ladi. Bayaqdan Majmuiyaning qismi Xotanga chekilgan. Demak, buning bilan oxirida o'z vaqtida Sharq Turkiston Jumhuriyatining hukumat a'zolarini tutib kelishdan iborat bu qaror chiqardi. Demak, bu tarixdagi shu vaqtdagi tarixga bugun bir baho o'tamaymiz, ammo buning bahosini tarix o'zi beradi. Lekin yakandagi shu tutilishda Xo'ja Nazarxonning buyrug'i bo'yicha Mahmud muhiti G'ofur Tuanjan, ya'ni G'ofur polkovnik degan odamni avatib, Sabut Tamullo bilan Zerib Qarachi, ya'ni Adliya ministriga ministri. Undan keyin Harbiy ministerlikning ministri Sultonbek, ya'ni Andijondan kelgan o'zbek kishi, uchisini yakanda qo'lga oldi. Boshqa ministerlar hammasi shu chog'da turgan kelgandan vaziyatni qarab yiqib, hammasi jilini atqacha, ko'p qismi Hindiston orqali nimaga chiqib tutilganlarning faqat uchisi, ammo Makka kelgan vaqtda bularni Oqsuv yo'li solganda. Sultonbek degan kishi Makkada turganlar bilan Mahmud muhitini qo'shilib o'tirsida urushib, Sultonbek qochib ketgan. Qochib ketib, bu odamga keyin Hindistonga qochib hayotini saqlagan. Tutilganlarni shu Sabotlamullo bilan Zerib Qarachi tutilib, Oqsuvda Sovet qizlar armiyasiga topshirib berilgan. Keyin bular Oqsuvdan yo'tilib, Urumchi ikkinchi turmaga borgan. Turmada Sabotlamullo turmada qazo qildi. Ammo Zerib Qarachi turmadan birinchi yil chiqib, Ilig'iga ketgan. Ilig'iga ketib, keyin 44-yildagi ikkinchi qatimliq inqilob hem ikinci qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatida diniy ishlar sohasida ishlab, u kishi 50-nechinchi yilda qazo qilgan. Demak, endi Qashqardagi umumiy vaziyat ahvollar shu. Endi inqilobning natijasi oxiri boyagi so'zlab chiqqandek, Xotanga Majmuiyaning qoldiq qismlari 36-diviziyaning Xotanga tirilishi. Sovet ittifoqining toki Qashqar shu qoldiq chiqqan joylarni Shinsay armiyasi bilan kontrol qilishi natijasida oxiri Shinsayning hokimiyati tiklandi. Bu hokimiyatga Uyg'urlarning ichidan hamda tunji qatim Xitoyga o'tgan tasdiqlangan tunji qatim muavin rais. İnqilob orqali muavin rais o'rnining takini shu Xo'ja Nazarxon oldi. Shunda Oqsuvda o'lkaning muavin raisi deb buni chaqirib Urumchiga berib huquq topshirilish huquqini qildi. Ammo shu vaqtda qattiq talashlatış bo'lib, bu Xo'ja Nazarxonning o'zimi ilgari Temur xalqining inqilobiga qatnashgan ba'zi salohlarni o'zi bilganligi uchun bu berishni boshlatgan. Lekin endi bormayman desa, bundan boshqa tanlash yo'q. Hatto Sovet ittifoqining Urumchidagi bosh konsuli Afrisi maxsus aeroplan bilan Oqsuvga kelib, Urumchiga berish qistalgan bir tarafda. İkincisi Sovet qizlar armiyasi, chegaradan kelgan Sovet qizlar armiyasining 2 diviziyasi Oqsuvda saqlangan. Endi shu vaqtda Urumchiga berishning shartini qanday qo'ygan degandan Mahmud muhiti bilan maslahatlashib, agar berish to'g'ri kelgan bo'lsa, shu vaqtga Uyg'ur qo'shinlari bir diviziya holatda bo'lib, ular Qashqar turish kerak. Buni shart qo'ygan oxiri Shinsay bilan Sovet ittifoqi buni qabul qilgan. Shuning bilan janubdagi barliq Uyg'urlarning qurolli kuchlari Mahmud muhitining qo'mondonligida uyushib, 6-diviziya, ya'ni Uyg'ur otliq askarlar 6-diviziyasi nomidan ular Qashqarda turadigan Xo'ja Nazarxon Urumchiga berib, muavin rais bo'lib o'tirgan bo'lgan. Demak, Xo'ja Nazarxon Urumchiga ketgandan keyin Mahmud muhiti armiya bilan Qashqarga kelgan. Qashqarga kelganda Mahmud muhitining mushu diviziyasining ichida hozir ham har xil gaplar bor, ammo ko'p materiallar bo'lsa 3,5 mingdan 5 ming atrofida askar bo'lgan qo'lda. Endi ular shu vaqtda harbiy sistem bo'yicha 4dan 5 polik qator bo'linganda, bu poliklardan bir polik askar Uyg'ur askari yakkan turgan. İkinci bir polik Yeni Sağda turgan. Qolgan 2 polik Qashqar shahrida, Qashqar shahrida turgan Mahmud muhitida. Demak, endi bu yerda 3,5 mingdan 5 minggacha bo'lgan qurolli askar Mahmud muhitida qo'llangan. Shunga shu vaqtda mayli Sovet ittifoqi bo'lsin, mayli Shinsay bo'lsin, Uyg'urlar masalasida intayin ehtiyot bilan
asosan ularning o'zining nimasi bo'yicha muomala qiladi. Xo'ja Nazoji Urumchiga borgandan keyin qaytib butun shu o'lka tavasidan saylan bo'lib, shu vaqtda Uyg'urlarning tunji qatim u vodiyning Uyg'ur bo'lishi u tasavvur qilish ish bo'lmagan mancha yoki jinshor yazishida. Shu vaqtda masalan Aqsu viloyatining valiligiga Xo'ja Nazochining yaqin saptishidan Sali bo'lgan. Undan keyin Qashqar viloyatining valiligiga Yunus Bek. Xotamda o ma'qusan kontrol qilib turdi, u yerga ular ayrim bir alayda rayon, davlatdek ayrim bir chiqib qolganda. Undan boshqa o'lkadagi nazoratlarga ko'p nazoratlarda Uyg'ur nazirlar maydonga kelgan. Undan noilada noila hokimlari qatorlarni Uyg'ur qilish. Undan keyin shu vaqtda 300 tunji bo'lib Uyg'urlarning oliy maktab bo'yicha chet elga o'qib chiqayotgan ishlar shu zamonlarda yuz bergan. Demek bular hammasining bo'lishi nima desa, amaliyotda Qashqarda turayotgan 5000 kishilik Uyg'urlarning qurolli qo'shini bo'lganligi uchun. Shunga butkul shu vaqtgi hokimiyatni Sovet ittifoqining irodasi bo'yicha Shinsay kontrol qilgandan keyin dastlabki 1-2 yilda bular sukut qilgan. Shu sukut jarayonida Mahmud Muhitov buning foydalandi. Qashqarda eng uzun gapi o'talaygan qo'lda harbiy huquqlar bo'lganligi uchun ham ishni aralashib, Qashqardagi nurg'un Uyg'urlarning masalalarini butunlay Mahmud Muhitov o'zi hukm qilgan bir huquq usulini qo'ygan. Ammo Shinsay shu zamonda Yaponiyada harbiy tarbiya ko'rgan, o'zi intayin kuchli chiqqan yiliga qariyat bo'lgani uchun qanday qilib Uyg'urlarning kuchini parchalab, Mahmud Muhitovni parchalash, Uyg'ur qo'shinlarining kuchini ojizlashtirish, mushaqqa o'zini nasl etish, har vaqt Shinsayning kamisidan bir kun chiqaramiz. Shuning uchun bular ikki qismda Sovet ittifoqi bilan maslahatlashib, ham Sovet ittifoqining nazarida Mahmud Muhitov intayin xatarli bor. Xo'ja Nazochining Urumchiga qabul oldi, uni qachon bo'lmas bir kuni uni jamiyatga bilan qo'lga oladi. Ammo Mahmud Muhitov qanday kontrol qilish kerak? Demak, 34-yildan boshlab toki 37-yil Mahmud Muhitov vatandan ayrilmoqchi bo'lgan 3 yil jarayonida bu yerda ishki jihatdan tirik ish olib berganda Mahmud Muhitov bilan Shinsay va Sovet ittifoqi o'rtasida. Endi shu vaqtda Sovet ittifoqi askar kirgizib bevosita tuta-tuta ammo A2 diviziya askar kirgizgandagi shu vaqtda Yevropa dunyoning hamma yerida basmazor bo'lib, Sovet ittifoqi qattiq xalqaro besim tushgan. Nima uchun ikkinchi bir davlatning zimmiga hech qanday bir xalqaro jamiyatni xabar qilmaydi, qo'shin kirgizishning o'zini g'arb qilib qattiq besim qildi bo'ldi. Shu Sovet ittifoqi sabr ehtiyot bilan muomala qildi. Ikkinchi sabab nima desa, Qashqarda Angliya konsuli. Chunki Angliya konsuli Sovet ittifoqining har bir faoliyatini ular ko'z tuttirdi. Demak, bu shu nimadan foydalanib Mahmud Muhitov Qashqarda 3 yil tutasab turadi. Endi bu jarayonda Qashqarda maydonga kelgan bir bo'linish nima desa, hozir ham qaraydigan bo'lsak, hammasi buni e'tirof qildi. Qashqardagi yangi ma'rif butunlay Mahmud Muhitovniki himoyasi ostida maydonga keldi. Shundaqla Uyg'ur milliy ma'rifidagi bizning faxrlik o'g'lonlarimizdan, masalan, Mamtili Tavfiq, Turkiyadan qaytib kelib, Otishda izchillar nomidagi milliy maktablarni etishi, Uyg'ur o'quvchilarni tashkillab, zamonaviy ma'rif o'rgatishi, milliy omil sindirishi, bular hammasini Mahmud Sijonning qo'ldagi huquqini foydalanib oq tarafdan ularga hatto yangi ma'rif boshqa vaqtda shu chog'da jamiyatga bir qism kuchlar qarshi chiqib, bular dahrlar o'zgartirgan bo'ldi bu deb Mamtil apandi kun bergandan oxir Mahmud Sijon Mamtil apandi degan o'zining ikki qurolli askarni qo'shib qo'liga nima farmon chiqarib bergan. Agar kimda kim maktabga chiqib to'sqinlik qilgan bo'lsa, uni so'rag'ini olaman. Demak, keyinda qo'llaydigan himoya bo'lganligi uchun Mamtil apandining otishga musharrifda maytez taraqqiy qildi. Endi Qashqarga kelsak, Qashqarda shu zamonda hamma viloyatlarga oqartish uyushmalari degan uyushmalar qurilgan. Qashqarda Uyg'ur oqartish uyushmasi qurilib, buning tarkibida ko'p ishlar bo'lgan. Masalan, shu vaqtda Qashqardagi o'z vaqtidagi Sharq Turkiston Jumhuriyati davrida chiqqan Erkin Turkiston degan gazet keyin hamda birlashma hukumat qurilgandan keyin uni shu paytda chiqarish mumkinchiligi bo'lmag'achqa yangi oyatni o'zgartirib Qutlug' Hoji Sharqiy, ya'ni shu vaqtdagi Qashqardagi eng davlat ziyolilarimizdan Qutlug' Hoji Sharqiyning boshlig'ida Qashqarda bu gazet
nashr qilinish boshlangan toki 37 yilga qadar nurg'un narsa shu kesib ko'zida berilib shu vaqtga jamiyatda bo'yin bo'lgan. Agar qiziquvchilar bo'lsa, hozir London universitetidagi Gullar Yarim nomidagi asarlar markazi. Bu yana to'rbetga kelsangiz 33 yildagi dastlabki Sharq Turkiston hayoti, undan keyin Erkin Turkiston, undan keyin Yangi hayot qatorliq nomlarda chiqqan gazetlarning to'liq nusxalarini shularni to'rbetga tepib oldim. Ko'rib baxsana bo'ldi shu chaqda chiqqan gazetlarni. Undan keyin Sovet ittifoqi bilan Shinsay bu Mahmud Mo'yitning Qashqar faoliyatlari kundan kunga avjlanib qolgan. Bu hamon bir kun bizga ushatdi. Shuning uchun qanday qilib noyatda tezlikda Mahmud Mo'yitni yo'qotish plani tuzishgan. Buning bilan bu plan noyat maxfiy holda o'rinlash boshlangan. Demak, Marasidan biz bilamiz Qashqardagi 33-yilda qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyatidagi qurilish murosimi oyoqdagisi hukumat a'zolari. Mana ikki rasm bu shved arxivlarida saqlangan Xo'ja Nazarjon bilan Mahmud Mo'yitni Qashqarga yetib borgandan keyin shu chog'dagi Sharq Turkiston Cumhuriyatidagi nimasi hukumat o'yining nimasi ichida tushgan rasmda rasm. Endi boyqa nima bo'yicha, dinimiz bo'yicha Mahmud Mo'yitni qanday qilib ko'zini yo'qotish masalasida Sovet ittifoqi KGB, ya'ni maxfiy xodimlari yana bizga kelgan. Shinsay bilan noyatda inchik planlar tuzishib, bu nimani planni boshlagan. Planni boshlaganda ma'rasida asli chiqib turdi. Bayatliksa Mahmud Mo'yit. Onun için ma kişi Shinsayning Qashqar yangi shahriga qo'ygan Lyubin degan general. Yani Shinsayning eng ishonchli odamlaridan birisi. Chunki Qashqarda Mahmud Mo'yitning kuchi bo'lgani uchun buningga jondan yana bir kuchni kelib tirab qo'yganda Lyubinning qo'mondonligidagi 2000 kishilik shularga Shinsayning qo'shini yangi shahar turgan. Ham bayatliksa Sovet ittifoqidagi Qashqar turish konsuli ayakta turayotgan ayol ikisi aniq tushuntirish yo'qki, ammo farzimcha ehtimol Angliyaning Qashqar konsuli va xonim bo'lsa kerak. Demak, bu 35-yilda Qashqardagi bir cho'ng yig'indan tortilgan suratga, Hamda shu chog'da Qashqarda har qanday cho'ng bir faoliyat bo'lgan vaqtda Qashqardagi birinchi nomerlik shaxs sifatida Mahmud Sijam ko'p ishlarni o'zi kontrol qilgan. Ama onun kayda yanına Sovet konsolidan Angliya konsoli haqiqatan cho'ng yig'ilishlarga qatnashib turgan. Boy deganimizda Mahmud Mo'yitni yo'q qilish plani boshlangandan keyin eng dastlabda bular o'ylaganda Mahmud Mo'yitni ikki qismdan parchalatish kerak. Nima? 6-diviziya. Buning uchun bular oldi bilan Mahmud Mo'yitning qismlariga yana harbiy ta'lim-tarbiyani kuchaytiramiz. Zamonaviy ta'lim-tarbiyaga o'qitishimizda shu vaqtga Sovet ittifoqining harbiy xodimlaridan Rabalkin degan bir o'risni aktilib Mahmud Sijamniki 6-diviziyaga yana Salmojon shtab boshlig'i deymizmi? Shtab boshlig'i qilib harbiy ta'lim tarbiyaga o'tish borasida bu o'risni beyaga kelganda aktilganda bu maxfiy vazifasi bor. Chunki shtab boshlig'i odam har kunda shu qo'mondonlikning ishga qismiga o'jatni taqdim narsani ko'rib turdi. Onun için bu Orus diye kelganda kelar derhal shu har qaysi polik komandanlarning bilan o'ziga tortib ishga qismdan Mahmud Mo'yitning mutlaq huquqi olgan ekan. Buni bo'shashtirishga bilan tirishgan. Bu bir yo'ldan. Ikkinchi yo'ldan qolsa Urumchidan Shinsay Sovet konsoli bilan tuzilgan to'xtam bo'yicha Mahmud Mo'yitning qo'shini ichidan bir qism polik komandanlarni Sovet ittifoqiga chiqib o'qitish. Yani ta'lim-tarbiyani o'qitiladigan bog'i bilan son tushirgan. Son tushirib Mahmud Mo'yitninga qo'l ostidagi eng ishonchli odamlardan 3 polik komandirdi. Masalan, Qurbon Saidi. Marasida ko'ringandek boshlig'isi Qurbon Saidi. Ya'ni Mahmud Mo'yitniki ochisining o'g'li. Mahmud Sijamning o'zining jiyanidan Qurbon Saidi. 6-diviziyadagi muavin shtab boshlig'i. Eng muhim maxfiy hujjatlarning maxfiy ishlari hammasi bor odamda.
İkincisi Kurban Niyaz Şahidi. Kurban Niyaz Şahidi bu şu Turpan Aslan'dan tartib Qashqargacha shu birga urush qilgan hamda urushdagi o'zining nimasi bo'yicha bir polkka komandir bo'lgan odam. Onun için mayakkisi Ahmet Mahsud. Yani Ahmet polkovnik Ahmet Qanjam deb qo'yilgan. Bu Mahmud bo'yicha qismlarning ichidagi bir polk komandir. Bu 3 oydan tanlab Sovet İttifaqının Toshkentdagi harbiy akademiyada 1 yil o'qitib vaziyat bog'i bilan samsharlar ekan. Dastlabda Mahmud bo'yicha bu toza ispanosmi amalsizdan harbiy ta'lim tarbiya o'smayga o'rganib kelganda bu uchsiga qo'shilgan. Shuningdek ular Qashqadaryoda Toshkentga 1 yil harbiy akademiyada o'qigan. Afsuski ular bir harbiy ta'lim tarbiya o'rgangan. Bag'andan keyin KGB'niki bularni kecha kunduz tarbiyalash natijasida 1 yil ichida bular ideyachilikdan to'liq o'zgargan. Yani öz vaqtidagi milliy ozodlik tuyg'usi, milliy tuyg'uga ega mush 3 komandir 1 yildan keyin kommunistik maktabini konservatchilar Qashqarga qaytib kelgan. Qaytib kelgandan keyin bu o'z vaqtida Mahmud Muhitning 6-diviziyadagi 3 cho'ng qanot 3 cho'ng kuch bo'lgan bo'lsa qaytib kelib yana o'ziniki o'rniga tushgan. Tushib bu shundan keyingi 6-diviziyaning ishlarida jiddiy o'zgarish bo'lganda bular keliblar o'zlarining rot komandirlari bu bilan o'ziga tortib bag'asida boshqa bir narsani bilan tashkil qilish boshladi. Albatta Mahmud Muhiti bu narsalarni xabarsiz qoldi. O'zining odamlar orqali bularning aylanib ketganligini, ideya jihatdan o'zgarganligini, 6-diviziyaning ichki jihatdan parchalash qarab qolganligini Mahmud Muhiti o'ziga his qildi. Demak, bu ikkinchi yo'l. Uchinchi yo'l nima desa, uchinchi yo'l balki hammamizdan xabarda bor. Shu vaqtda Sovet ittifoqi 3 atalmish hojini bizim vatandaşlar o'zgan. Birisi Qodir hoji, Hoshim hoji, Seyit hoji. Bu 3 hojini shu vaqtdagi Shansay ansiraydigan 3 rayonga saqchi idorasining birinchi qo'l boshliq qilib qo'ygan. Masalan, Qodir hojini Qashqar saqchi idorasining boshlig'i. Hoshim hojini Qumul viloyatidagi saqchi idorasining boshlig'i. Seyit hoji bo'lsa, Urumchidagi o'lkalik saqchi idorasining guvohi boshlig'i. 3'lü 3 yapıyorlar. Hem de bu kişiler kim o? Bu kişilerin art görünüşünü biz aktarıp kelsek hemisi öz okuldan vatenden çıkan, dinli, hem de cihetlerden intayın terbiyelengen Müslümanların balları. Mesela Qadir Hoji öz okuldan Qashqarga xili muxlis bir imanlı bir adamın balası. Her seferde dalsı birine çıkıp, her kıldırıp, qaytib kelishida Buxoroda terbiye olsin, deb uyab qoldirib qo'ygan. Afsuski Sovet hokimiyati o'rnatilgan ekan. Bu Qadir Hojini shu vaqtda nayib tezlar kommunistik millat ko'rasini o'zgartirib tarbiyalab, keyin Sovet ittifoqi o'zining siyosiy maqsadi uchun ishlatdi Qadir Hoji. Chunki endi vatanimiz shu chog'da hoji desa, alang o'lish intayin past bo'lganligi uchun xalqning ichida hoji degan nomga nayib hurmat qilgan, buning uyushidan bunday bir ahvol bor. Shu anda Qashqarga aylangan Qadir Hoji Qashqarga borgan kundan boshlab xalq ichida Mahmud Muhitining obro'yini tushirish. Masalan, fitna fasod terib, har xil yo'llar bilan sizdan bir turpanlik so'ramdi, Qashqardan hech qadam chiqmaydi bo'ldi degandek gap taqib Mahmud Muhitining obro'sizlantirish ishlarini butunlay Qadir Hojiga kelganimiz bo'yicha qilmoqda. Demak, endi yuqoridagi turli yo'llar bilan 34-yildan boshlangan bu plan, faqat 37-yilga qadar bo'lganlikda Mahmud Muhitining oxir bir qadam qisqa Qashqarda tuttasib turgan bir imkonni qo'ygan. Onun için ben barasını qaraydım. Aşı 3 yıl jarayonida Qashqarda belki mehmonlarning xabarini bilish mumkin. Nayit cho'ng bir diniy o'lim olgan. Bu o'limning ismi Abdulpur Shaqtuldan. Fayzvatdagi Shaqtul yesin bo'lganligi uchun Shaqtuldan bo'ladi. Endi bu odam o'zi diniy jihatdan nayit ko'p ta'lim tarbiyalab, yuqori ma'lumotga erishib shu chog'da Qashqar xalqining ichida nayit lopozli bir odam paydo bo'lgan. Lekin endi bu siyosiy jihatdan naytda yumaloq tavuz bir odam bo'lganligi uchun dastlabda Temur elining Temur Sijan Qashqarga kelganda uning eng yaqin odami bo'ldi yonida. Qashqarning qoziligiga Temur Sijan, Temur eli qo'ygan shaqtulda. Keyin Temur eli Tungalar tarafından o'ldirilgandan keyin Mahmud Muhiti Qashqarga 6-diviziyaning komandiri bo'lib, butun janubni kontrol qilgan vaqtda u bir tomondan Mahmud Muhitining yaqin odamiga aylandi. Endi Mahmud Muhitimi o'zimi diniy jihatdan diniy e'tiqoddan kuchli odam bo'lgani uchun bu odamga hurmat qilib, shu chog'da yana Qashqarning xos sutidan o'ziga mushavir qilgan.
maslahatchi. Lekin keyin bilib Mahmud Muhiti shuncha aqida qilgan bu odam, keyin Mahmud Muhitini emas, balki Shinsayning katmini chaqirgan holat ko'rganda. Masalan, 35-yildagi Shinsay chaqirgan butun o'lkadagi har davlat xalqining avom qurultayida Qashqarning odam avatanlarida Mahmud Muhiti Abdulg'ofur Shatul nomlarini ko'rsatgan. Diniy ulamo Qashqarning gapini qiladi. Deb avvalsa Urumchiga borgan ekanlar, buni noyib cho'ng kutdilar. Hatto Shinsayning oldin chiqib kutilishi bolamga pek ta'sir qilgan. Shuning bilan bu yig'indan qaytib keliblar, Shinsayni maqtab ko'p o'tirib Qashqar. Demeyen gap qoldi. Hatto ba'zi manbalarning qarashicha shunday rivoyat qilindi, Qashqar kelgandan keyin Payg'ambar alayhisalom o'zining keyin payg'ambar kelmaydiganligini aytgan. Navadamda payg'ambar kimdir degan bo'lsa, shak shubhasizki, shundoq janoblari kelgan bo'ladi deganday gaplarni qilganligi ma'lum. Hamda Shatul davlatlarning shu chog'da Shinsayning olti siyosatini maqtab yozgan bir kichik broshur kitobi shu zamonda beslangan. Hozir izlayotimiz shu kitob qo'lga tushsa Shatul davlatlarning musiqasi yo'qin qilindi. Demek Shatul davlatlarning diniy jihatdan Mahmud Muhitini qilsa, bir jihatdan bu odamning rol o'ynaganda, hamda 30-yilga kelganda ikkinchi davlatlik Urumchida chiqqan qurultayga Mahmud Muhiti Shatul davlatlarini avatmaslik qarori keldi. Avatmaslik qarori kelganda nima Urumchidan buyruq kelganda cho'qim Shatul davlatlarga kelish kerak degan ekan. Bu Urumchi bo'lsa millatning ziyniga gap qiladi. Shuning uchun deb o'zi qaror qiliblar. Mahmud Muhitni odamga o'rnashtirib, ertash Urumchi ma'lumotga kuni Shatul davlatlarini tumanning ko'rgilar o'z askarlarini o'rnashtirib o'tirdi. O'tirib ta'sirga cho'ng'ashi uzatish takna qilish murosimiga Mahmud Sulton hech nima ko'rgan bo'lib, o'zi hozircha demak bu ham bir o'yin edi. Shug'anda Mahmud Muhitidagi Qashqar turgan davrdagi masalan asayman bo'lsa, bu odam gerçi harbiy odam bo'lsa-mu, ammo harbiy taktika, strategiya jihatdan emas, shu vaqtda Shinsay ham Sovetning xodimlari bilan birdan-bir putlar kechgan odam. Yani burası mı 35-yilda Qashqar tarixi rasmga Qashqardagi yuqori darajadagi ziyolilardan tushgan rasmlar Mahmud Muhitidagi. Shundaqlar vatandan ayrilgan chog'da o'zi bilan milliy g'oyaga ega juda zo'r bir qism odamlarni o'zi bilan chiqargan chatargan. Hamda bu shundaq sabablar tufaylidan 37-yilga kelgan vaqtda oxirida Mahmud Muhitni hech qanday imkoniyatini qo'ymagan. Ham oxirida Mahmud Muhit faqat amal qilmay, oxiri akisi Boson Muhitini Urumchiga yo'l solgan. Chunki Mahmud Muhit biladi, Shinsayga lozim odam Boson Muhit emas, balki Mahmud Muhit o'zi. Shunga nima uchun akisini aytadigan, akisini shu taklif berganda, men bo'lsam balki Shinsay sal xotirjam bo'lishi mumkin, akisini ko'rib oyoq tutib turib, Mahmud Muhitni texnik cho'ng ish qilishdan oldini olish uchun u Mahmud Muhitni kasb degan ekan, bu akisini aytganda. Akisini aytganda bu Shinsayga qiyin ahvol qolganda, qo'l solay desa, oyoqdan Mahmud Muhitni bulg'on qilib qaytirib qiladi. Qo'l solmay desa o'zi keladi. Buni qanday qarmoq ilindirish kerak. Ashunda qilib eng oxirida shuningdan Mahmud Muhitga yana bir telegram solganda, akam qaytib kelsin, men bormoqchi yaqinda, Urumchiga yig'inga boraman deb Urumchiga telegram oldilar. Mandurg'anniki oxiri Shinsay Bosolajini qo'yib bergan, Bosolajini Qashqar qaytib keldi. Qashqar qaytib kelgan vaqtda Mahmud Muhitga oxiri chiqishning butun tayyorligini qilib qo'yganda, endi shu vaqtda nima uchun Mahmud Muhitga butun armiyani to'plab qaytib hujum qilmadi? Bu vaqtda nurg'un tanlashlar chiqqan. Ammo shu vaqtki vaziyatdan afet qolmoqda Mahmud Muhitni to'liqlangan. Agarda Sovet ittifoqi aralashmaydigan bo'lgan bo'lsa, Shinsayni yig'ish gap yo'q. Ammo Shinsayning keyinda Sovet ittifoqidan iborat bir imperiya bir kuch bo'lgani uchun Mahmud Muhitni oldirib urush qo'zg'agan. Bu urush yana qon to'kilish bilan, biyol qon to'kilish bilan bo'ldi. Deb eng oxiri birdan-bir amal chakka vaqtda chiqib ketish kerak. Vatan uchun vatandan ayrilish kerak. Belki men chiqayotgandan keyin Shinsay xotirjam bo'lishi mumkin. Chet elda birashib kelib, chet davlatlarniki yordam orqali vatanni qaytadan ozod qilish ishini bilan o'ylashgan. Chunki vatanniki reallik Mahmud Muhit shuni o'rgatgan. Shinsay Sovet ittifoqining kuchi orqali hokimiyatni qo'lga oldi. Shundaqdan bizmi boshqa bir kuch, masalan, ya Angliya yoki shu mazgildagi kuchaygan Yaponiyaga bir davlatni oqtirib qilsa qanday bo'ldi degan bir o'y Mahmud Muhitning kafasida bor. Shuning uchun vatan uchun vatandan ayrilish qarori kelgan oxirida. Endi chatga chiqib ketishning o'zimi unchalik oson bo'lmagan. Unimi bir o'yin o'ynab, plan bilan
chiqib ketishdan 3 oy burundan Mahmud Muhitda o'z qo'shinlarini Qashqardan boshlab, hadis kelgan 300 odam boshlab quroldi. Yani o'q qilamiz deb doim Yangi shaharni o'tib, o'sha Yangi soat tarafga berib, kunni qaytib kelganda, chunki Yangi shahardagi Shinsayning qo'mondoni Lyubim har vaqt Mahmud Muhitning qanday qo'shin qanday o'rnashtirib qanday hamma ishni bular egallab turganda, davomli 3 oy chiqishdan qilaverganki, oxiri alasan behutlashganda demak bular o'q chiqar ekan. Şu vaqtda Mosul hojim Urumchiga qaytib kelgan. Shuning bilan 37-yili 4-oyning 2-kuni saharda o'zim ishonchli odamlardan 200 odamni boshlab Qashqarga yana shu o'qimiz baham bilan Qashqarga aytib, udul Yangi soat. Yangi soat bilan Yangi soatga shu vaqtga noyidagi butun atadiganlar harbiy va mulkiy amaldorlarning hanzularning bir nechta atqizib o'tib, qolgan bu yerdagi bir qismini olgan. Onunki bir yerde yakan bir polki var Mahmud Muhit'deki. Ular bilan birleşken ular hemmesi yanında biz hemmimiz çıktaydı. Yani ki ya Shinsayga lazım eden fakat ben. Sizler turuşamay kerak yani. Lekin ben hazır vaqtliq chiqaman, vatan uchun vatandan ayrilman. Lekin ben qaytib kelaman. Hazır vaqtliq milliy qo'shinlarni tutib turish uchun sizlar turishimay kerak. Ama Mahmud Muhit'te yakan turib ikki bo'liq tushirdi. Birisi Qurban Sayli, Qurban Niyaz Shoili, Ahmet Mahsum 3'sini etiltamaganda, aylıp etken 3 adam. 3'sini etiltamla, onun ki ben çıkartkendikken benim ordumda Abdülniyaz Kamal'ını diviziya komandanı, yani Şiran, sayılan sunmayan benim koygan. Onun için ben kayıt gelmem. Şununla yerken kozulukla, şununla Kökyar arkalık imalarını besip Mahmud Sıcan vatanı terk etti. Mahmud Muhit'te Qashqardan ayrılgan günden başlap Uyg'urlar vatanının ahvoli butunlay boshqa o'zgargan shu vaqtda. Butun vaziyat jiddiylashib, shu vaqtki Urumchiga chiqayotgan Shinjong geziti, uningki Qashqarda yashab turayotgan Yangi oyoq bosh gezilar qaragan bo'lsa, bu alomat bir kayfiyat o'tgan shu vaqtda. Kayfiyat bo'lib, janubdagi Uyg'ur qo'shinlar qaytadan isyon ko'tarilgan degan xabar Urumchiga borganda, Urumchiga. Buning bilan Shinsay yana tutko'ygan to'xodak jiddiy yashashga tayyorlik qildi. Tayyorliklar Urumchidan Qashqarga nurg'un telegramlar aşırı buyruqlar avatilgan. Avatilganda Mahmud Muhitning o'rniga Shinsayga aylanib ketgan Qurban Saidini 6-diviziyaning diviziya komandiri deb e'lon qilgan Shinsay. Lekin Mahmud Muhitning qo'shinlari Qurban Saidini e'tirof qilmagan. E'tirof qilmay ular qaytadan Mahmud Muhitning qarori bo'yicha Abdülniyaz Kamal Sijanliq tayinlangan diviziya komandiri. Ama Abdülniyaz Kamal'ın kolda fakat Yangi soat bilan yakandagi 2 diviziya odam qo'lida, Qashqardagisi Qurban Saidni kontrol qilib turgan. Chunki Urumchidan tushgan bo'liq ayol bo'lgan uchun. Uningcha u Yangi shaharga Lyubim degan kishi 2000 askar bilan Qashqarni kontrol qilishga boshlagan. Shuning bilan bu Abdülniyaz Kamal Mahmud Muhitga oid aqidli odam bo'lgan uchun zot urushgan. Axir bir tomchi qilmas qolcha urushimiz deymiz. Bundan askarlarni yetaklab özünün paytsa qo'lda faqat 2 polik askar bo'lganligi uchun oxir Xotandagi yana tumanlar bilan aloqalashib o'tganda Baxosanga xabar qildi. Birlashib qaytadan jazo yurishlaydi. Deganki bu gap Baxosanga qo'shaqdan, shu bilan Baxosan butun qo'shinni boshlab yakan kelib, yakan bilan birlashib Uyg'ur askarlar dastlabki Qashqarga hujum qilgan, Qashqardan o'tib shimolga mang'an bo'lganlar. Chunki Baxosan yana ilganda özü aldığım kısım götmeyi özü Qashqar Yangi shaharni algan. Uyg'ur askarlar Ko'lsharni alganligida shimolga yurishda Uyg'ur askarlarini olib salgan. Bunun bilan bu Qashqarni qat etishi bo'lib shu vaqtda 37-yili Qodir Hojiyev riyosatchiligida Qashqar to'liga necha minglar begunoh tutilgan. Masalan, uning ichida Mantil Tabqlar, Qutqoji Sharqi qatorliq neyli insonlarning saqlari bir kechada hammasini piyolada tutib o'qitdi. Ölgəndəki ölügülü benzin sepib köydürətdi. Köydürətdi, Qadiracı Qurban Niyaz Said bilan birlə Uyğur qoşunlarına qarşı vuruşlarda. Demək, Mahmud Muhitning 6-diviziyası axır verib 37-yili. Abdülniyaz Kamal 2 podek adam Qurban Saidning qo'lida ikkisi o'zaro birlashib jangga tushgan yerda jang tushdi. Lekin uzun o'tmayda Qashqarni kontrol qilib, ular shimol taraf ilaygan. Ilgirlardan Oqsuni olgan, Kuchani edib Kuşardır, korlarını icra qilib, hatta Qarshayga yetib qolgan Abdülniyaz Kamalning oldingi qismida.
Dam şu vaqtda Şinsay yeri Sovet İttifaqıga Stalinga yig'ilgan oxirida. Sovet İttifaqının Şinjan'daki barliq nima manfaatlarga kafolatlantirgan agar bu urushdan yana askar ko'zib urushdan ikkinchi dasa degan shart qo'ygan ekan Sovet İttifaqı ikkinchi qatam birinchi qatam shimoldagi Qarabog'dagi cho'chaklarga kelgan bo'lsa ikkinchi qatam bevosita To'g'at eg'iz orqali 5 ming kishilik qizlarni yana kirgizgan. İkinci qatam kirganda 37-yilda. Bu harbiy kuchlar zo'r. Mesela ayrıplandan şu vaqtda xalay ko'p ayrıplan 20-30 dak 40 ayrıplan kirgizgan. Onun degan tankeri ma'lum oldin qatamda ma'lum radioning tartib programmasini berdi. Asha vatanga kirgizgan tanklarni maxsus Moskva tashidagi Sovet İttifaqının eng ilg'or diviziya tank diviziyasidan oriyat kelib poyezd bilan bu tanklarni nimaga kelgan? Anjomga kelgan. Anjomdan uningdagi mana shu tog'dan parchalab bu tanklarni o'tkazib To'g'at eg'iz orqali vatanga kirgizib shu qarashtirib tanklarni. Bu bundoq kelganda ular. Kirib oxir bu Sovet qizlarini esimish ayrıqdan tankning himoyasidan 37-yilda janubda alarmat qirg'inchilik urush bo'lgan. Bu urushda Abdulaziz Kamolov qismini 3-chi batirlik ko'rsatgan. Eng oxirida shu qonli qirg'inchilik urush bo'lib Mahfusan qismi terbirangan Abdulaziz Kamolovning hozirda qo'lga kelgan statistiklarga 8 ming askar to'liq o'ldirib qirg'inchilik Sovet qizlarini eslatdi. Bir misal alsak, Şinjan tezkerçiliği degan jurnalda şu urush qatnashgan bir kishining aslimisi e'lon qilindi. Shu aslimdagi bir misal aşağıdaki ahvolni tushuntirib turdi. Masalan, shu Aqsudan chekilgan Abdulaziz Kamolovning qismlari texnologiyani kesib o'tib, shu Xotan taraf o'tib ketayotgan Mang'alliqdan bir quruq daryo yaqiniga kelgan. Bu daryo yaqinida bular ketib necha askar chekilib urushib ketayotgan. Uning oldidan bular aytma. Oldindan ehtimol bo'lsa Sovet qizlar mesi. Aş pilotni qilib tar ehtimolga kelgan qirimizda shu yerda turganda, shu yerga kelganda bular pilot tutib, necha odam qirib tanish bo'ldi. Shu pilot qirg'inchilikni amal qilganda kecha 7-8 odam. Aqsu'dagi G'orochoga yaqin bir yeziga bular kelgan. Shu yerga kelib bu Uyg'ur qismlarining ichidan o'tib ketganda bu qirg'inchilik. Shunda bular kechada masal qilishib, bu o'chimizni olmaymiz deb oxirida yerim kechada bular 7 odam otlanib berib Keçide abi Seyit'in kırvettir böyle Gülhane yapıp başladı işçip çekip diyendek bula garip kutlap ketken'den bulanın bir rotusu ucun kırıp aşağıma şu netçe 20-30 dek orus eskenin hemesini kalan kesip iki tağarı kaçırap kalandı. Ekilip Uygur eskenin aldılar torut kalan tökken bir eskeninde okandı ne şu. Demek yani uğuşun nemesi şu derecede olanda şu vakit 37-cilik uğuşta. Hem de neticeden oldu etse neticeden Mahmut Muhit'nin 6. diviziyası to'liq tarmoqlanadi. 8 mingga yaqin. Yana aşı 2 qo'lik askar uning qo'shilgan Dixonlarning baldiri bu tashkillangan qism to'liq qirib etildi. Hatto tirik ko'milgan, teri so'yilgan nurg'un ishlar shu vaqtdagi aslilarda e'lon qilindi. Mahfusanning qismi bo'lsa Xotandan to'liq chekildi. Bayram qilinib, ularni qirgan az bir qismi Gansu, Ching'ay kechib ketdi. Mahfusanın o'zi Hindistonga qochdi. Lekin Abdulaziz Kamolov chatlarga qochib şeyga oxiri tirik tutilib o'ldirildi Navoiyda Bashir bilan. Mahmud Muhitning qonun qismidan shundan to'liq qurbon bo'lish degan inqilob eng oxiri mag'lubiyatdan oxirlashgan. Demak, endi vatandagi 37-yilga qadar bo'lgan ahvol. Endi Mahmud Muhitni chegara olib Hindistonga borgandan keyingi hayoti Mahmud Muhitning hayotining keyingi qismi tadqiq qilishga o'rganishga tegishli bir hayot. Hindiston borgandan keyin chegarada qurolsizlantirildi. Angliya chegara saqlash xizmatlari bilan. Sirdaryoda tutib turib, ikki xil tanlash ehtimolini Angliya uzoq o'ylashgan. Hatto Angliya taraf Mahmud Muhitni Shinsay qaytirib berib, o'zining shu o'lkalikka manfaatlarini qo'g'dash xiyoli bo'lganligini ma'lum. Angliya arxivlaridagi ba'zi qaragan. Ama uzak talaş tartışmalar ahire London'un uygulaması boyunca Mahmud Muhit'e kaybolmagan. Lekin bütün kuralları elinip Mahmud Muhit'in haliyeti Hindistan'da sel çekildi uçurgan. Çünkü Mahmud Muhit'e birisi harbiy adam. İkincisi vatanda çıkış aldılar öz diviziyasını verdiler. Ben kayıt gelmem. Hem de Mahmud Muhit'e Hindistan'a bağlanırken Hindistan turist yanında
o'zi bilan birga mangan odamlarning ichidan aynib ketganlar bo'ldi. Keyin bir ömür erişip Mahmud muhiti bilan birga nurni o'tirib kurashgan odamlar bo'ldi. Mahmud muhiti bir mazgil turgandan keyin chiqish yo'l izlab hajga borgan. Hajga borgandan akisi Mosul muhitini İstanbulga bergan. İstanbulga avatishda shu chog'da Yaponiyaning İstanbuldagi elchixonasida rahbiy holda Mahmud bilan ko'rish istagini o'tirib qo'ygan. Shuning uchun akisi Mosul hojimni İstanbulda Yaponiya konsul bilan ko'rishtirgan. Shu ko'rishishdan har xil taxminlar bor. Lekin material hozir qo'limizda to'liq emas. Bir qism taxminlarda, ya'ni Mosul hojimni Yaponiya elchixonasiga boshqarib qolgan odamlarning aslisidagi materiallar qaragan vaqtda Yaponiya Mahmud muhitiga Xitoy hujum qilib Xi'an olgandan Lanzhoudan o'tganda bir diviziya Yapon askari bo'lib vatanga kirgizish va'dasini bergan degan gaplar bor. Endi bu gaplarni qanchalik tarix asosida hozir arxivlardan ko'rish imkoniyatiga erishdik. Lekin nima bo'lsin, Yaponiyaning Mahmud muhitini o'ziga topganligi aniq. Mahmud muhitini vatanni qutqizishning umidini bir mazgil Yaponlarga bog'laganligi aniq. Chunki shu vaqtda Mahmud muhiti ayrilgan vaqt 37-yil. Yaponiya keng ko'lamda dunyoda urush qo'zg'ab Xitoyning xil zo'r bir qismini egadigan vaqti. Yaponiya kuchaygan. Yevropada bo'lsa Germaniya kuchaygan bir vaqt. Undan keyin Mahmud muhitining vatandagi hayotiy unga o'ziga bir yo'lanchoq, o'zini himoya qilgan bir tashqi kuch bo'lsa, inqilobni g'alaba qilmaydiganlardan iborat bunday bir haqiqatni unga bildirgan reallikni. Chunki Shinsay Sovet ittifoqiga tayinib hokimiyat saqladi. Masalan, Uyg'ur qismida kim tayinishi kerak? Belki biz bugungi tarixda aytganda Mahmud muhitining Yaponiyaning tanlaganligi bir xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki Yaponiya faşizm qatorida 2-chi dunyo urushida mag'lub qilindi. Ammo shu 37-yilning o'zida turib aytganlikda Mahmud muhitining Yaponiyani tanlashi menimcha shu vaqtdagi eng aqlga sig'arliq bir tanlash bo'lishi bo'ldi. Chunki Angliya qo'lmaydi. Angliyadan boshqa bir kuch bizning vatanning chegarasida turgan o'rtaq kuch yo'q. Yaponiyani tanlashning reallik aql muvofiqligini biz Muhammad ibn Duronning vatanni tark etib Afg'onistonda hijrat qilayotgan mazgilida Yaponiya elchixonasi bilan aloqadorlar Muhammad ibn Duronning Yaponiyadan umid kutganligi bu xil tanlashni o'zi qanchalik reallik asos bor. Endi shu vaqtda Mahmud muhiti Hindiston yurgan vaqtda allaqachon Xitoyning Nanjingdagi Gomindan hukumati bu ishni xabar topgan. Xabarda ular birda Mahmud muhitining nima uchun xatarli odam ekanligini bildi. Shuna bilan Mahmud muhiti Yaponiya bilan aloqadorlar ular bilan birlashishni oldida buni chuqur o'ziga tortib ishga Nanjingga olib borish xiyolini Gomindan bo'lib ketgan shu vaqt. Shunga hozir har xil gaplar bor. Masalan, Nanjingdan bir qism odamlarni avatib Mahmud muhitiga Hindistonga avatib Nanjingga berish ishga berib shu yerda Gomindan berib bunu qilamiz degan ta'kidlab o'tirib qo'ygan. Lekin Mahmud muhiti rad qildi. Shikardagi Xitoylar bilan vatanga Xitoylarning cho'ng ta'qib ikkisi o'xshash. Men vatan uchun vatan tashlab chiqdim. Bu milli bag'rimning hojati yo'q. Chunki mening qo'limda degan Nanjingning shehidning qiyni tam qiyomatda men saqlab turdim. Qaytib berishim kerak. Vatanni qutuldirishning bir yo'lini izlashim kerak. Demak, buni bilan Hindistonda turgan bo'lsa, lekin Hindistonda Mahmud muhiti nurg'un qiyinchiliklar yo'qdi. Birsi Hindiston bo'lgan yaqin safdoshlardan birisi Mahmud muhitining 400 sar oltinni qechib ketdi Hindistonda. Setiniyas nomidagi birisi. Bu 400 sar oltin nereden kelgan deyapti? 400 sar oltinni Mahmud muhiti butunlay Qashqarni yerga aslanolay, lekin xalqning naslini olmadi. Muhitning oilasining o'zining egiligi bo'lganligi uchun Turpandagi ikki qarisini 400 sar oltinga sotgan. Muajiratda vatan da'vosi uchun ishlatdi. Mush oltinni o'zining odamlarining Hindistonga borganda birisi apqacha g'oyib bo'ldi. Demak, iqtisod bo'lmasa chet elda da'voni ish bo'lmaydiganligi bizga aniq shu masala. Shunga Hindistondagi nurg'un ishlar Mahmud muhitini umidsizlantirgan. Uning ustiga yana bir shoirlarning aslimlari qaragan vaqtda Hindiston degan mazgilda Hindiston xalqi Angliyaning qutulmasi hadisi namoyish qilib qarshilab qo'ygan bir mazgilda. Mushu mazgilda Mahmud muhitining ish chiqishi bir qator ko'chib namoyish qilgan yillarga namoyish bilan ish bitmaydi. Namoyishdan hokimiyat chiqmaydi. Bunun nimasi qo'ral tutish kerak.
qo'zg'alish kerak degan bir gapni Hindiylarga qilganligida. Buning bilan bu Angliya doirlarning quliga yetib, nihoyat tezlikda Mahmud Muhitni Hindistonda turish imkoniyatini qo'ygan. Hatto qamoqqa olgan Mahmud Muhitni. 3 oyda qamoqda yotgan. Peshavorda. Demek bu şart turli nimalar bilan Hindiston turgan bo'lsa, Turkiyaga bordi, Saudiyaga bordi, lekin vatanni qutuldirishning bir unumli yo'lini yoki bir ittifoqlashishni bilan topadi. Eng oxirida Istanbulda Yaponiya konsuli bilan nimalarni deyishdi, boyagi degandek bunga to'liq orqali ko'rdik. Ammo eng oxir 39 yilga kelganda Mahmud Muhit Hindistondan ayrilib Yaponiyaga berishni qaror qildi. Endi Yaponiyaga borganda nima sababdan bordi? Qanday bir to'xtam kelishi bilan bordi? Bu yana tadqiqot qilishga tegishli. Bu yerda aslatma nomidagi Mahmud Muhitning o'z odamlari orqali Shanxaydagi Yaponiya konsuliga topshirgan bir notasi hozir Yaponiya arxivlarida saqlanmoqda. Bu notaning butun jarayoniga, butun nimani o'qib chiqsak, shu vaqtdagi Sharqiy Turkiston milliy qutilish inqilobining butun jarayonini 31 dan tortib 37gacha hamini gezib Yaponiya hukumati o'zining nima uchun inqilob qildi? İnqilabın məqsədinin nə işgənliyini, hazır Uyğurlar vətəndən qandaq bir adat turayotqanlığını Yaponiya hökuməti uqtaqdı. 39-cu ildə özüm adamlarını başlap Tokyoya yetib qalğandan keyin Tokyoda Şərqi Türkistan İstiqlal Cəmiyyətini qurub Tokyoda Yaponlar bilan işbirliyi etdi. Amma Yaponlar qanchalik vədə verdi? Bu vədə Yaponiyanın yardım qilish vədəsi qandaq ahvol ostida ishga oshirdi? Bu ishlar yana tadqiq qilish to'g'ri keladi. Afsus, 41-yili Yaponiya Havayga keldi. Pearl Harbor portidagi Amerika qismlariga o't ochib, Amerika bilan tutashgandan keyin Yaponiyaning urush seppi intayin kam so'zlab ketdi. Yalnız Xitoy emas, uning atrofidagi Koreya, Sharqiy Janubiy Osiyo, hatto Tayland piramidadan o'tib Hindiston qadar nima Yaponiya armiyasi kirdi. Demek Hindistan keltirgan gap Hindistondagi Angliya bilan urush başladılar o'zida. Mayapga janub usulida Singapurni olgandan keyin toki nimagacha Avstraliyaga tahdid soldi. Tinch okeanda Amerika bilan urushdi. Demek harbiy saf pek kam yayilgani uchun oxiri Yaponiya bu urushni bardosht qiladi. 43-yildan keyin Yaponiyaning pastasda harbiy jihatdan zavolga qarab yuzlanishning belgisi aniq bo'ldi. Bunun bilan Yaponiya keyingi mezgilga kelganda, gerçi dastlabda Uyg'ur masalasi qiziqqan bo'lsa, ammo keyin Yaponiya o'zining qilgan ishlari bilan aldirashdi. Yana birisi qiziqmadi. Chunki Osiyoni kontrol qilish planini ishga oshmaydigan Yaponiya o'ziga mo'yan bo'ldi. Demak, Tokyoda necha yil turish jarayonida ham oxirida Yaponiyaning bog'langan umid suv chashgandan keyin Mahmud Muhit o'z odamlarini ergashtirib Beijingga qaytib kelgan. Çünkü vatanga ketolmaydi. Vatan yana Sovet ittifoqi bilan Shanxayning ta'sir doirasida. Nanjingga borolmaydi. Chunki Nanjingda Go'ndan hokimlik mavjud. Shu chog'da Beijing Yaponiyaning ishg'oliyati asli bo'lgani uchun Mahmud Muhit Beijingga qaytib kelgan. Beijing qaytib kelib, Beijingda o'z davrida Qumul Va'ning qasri bo'lgan, shu qasrda turgan kishi. Turib, Mahmud Muhitning odamlari 2000 bo'lib bilib, teri savdosi qilgan. Yana terini tatib, shu joyga Xitoyning yoki Tianjindagi chetlarning zavodlarga o'tkazib, so'lib qilib iqtisod to'plash. 44-yilga kelganda bu xil umid Yaponiyadan uzilgandan keyin Mahmud Muhit qattiq umidsizlik ichida qolgan. Iqtisod jihatdan bularning butunlay manbasi uzilgan. Yaponiya to'liq mag'lub bo'lishi aniq bo'lgan 44-yilda. Demak, bu shunday sabablar bilan eng oxirida 44-yilga kelganda Mahmud Muhit Beijingda yurak kesib tutib 44-yilda Beijingda olamdan ketdi. Endi Mahmud Muhitning o'limi haqida hozir turli qarashlar, turli taxminlar bor. Yurak kesib bilan Beijing olamdan o'tdi deydi, lekin ba'zilar Mahmud Muhitning o'limini suiqasd deb deyishlar bor. Mahmud Muhit bilan 11 yil birga bo'lgan Bay'aqul Yaponiyaga qadar borgan. Bay'aqulning bir maqolasi aslimisi bor. Mahmud Sijang bilan bo'lgan 11 yil bo'lgan. Shuningdek, eng oxirida Mahmud Muhit qazo qilganda, Mahmud Muhitning yerlik bo'lgan, undan keyin mol-mulki va boshqa narsalarga ega bo'lib turgan Bay'aqulni yozgan. Nisbat Bay'aqul azizligi ish. Undan aniq demaganda shu kasal bilan tugab ketdi deb shunday ma'lumot berdi. Endi
qismatlar yo'qdi. Bu bir tema. Endi muhitila oilasining Mosul muhiti, Maqsud muhiti, Mahmud muhiti, ham Gosul muhiti qatorliq 3-4 o'g'ildan keyin necha o'nlagan kishilar yetishib chiqib, keyingi masalalarda bizning Uyg'urlar vatanidagi inqilobni davomlashtirish, millatning qutilish yo'lida xizmat ko'rsatishyapti. Bularning keyingi avlodlari yana muhim bo'ldi. Ammo bularning qismatlari intayin echilish qildi. Maqsud muhiti, Mahmud muhitining nurg'un o'sha bolalar o'g'illari Shinsay tarafidan bir yo'lda 38-yilda 7 bola tutildi, 7 bola tutildi. Bu 7 o'g'ilning ko'pincha turmada qiynab o'ldirildi. Hatto Mahmud muhitining cho'ng o'g'li Abdulamet muhitini Shinsay tutgandan keyin turmada haddidan ziyod qiynaq sababidan oxirida Şinjan Gesi'ye Mahmud muhiti tek atam yok. O bir bölgünce bo'lgan bilan o'zing o'g'lining nomidan gezit e'lon qilgan maqolasi bor. Bu rasmdagisi Mahmud muhitining xotin-qizlari. Yana ikki ayoldan tug'ilgan bolalar. Bu rasmdagisi Mahmud muhiti Qashqarga borgandan keyin bolalari to'pisidagi cho'ng turg'anlar balki navbalar bo'lsa kerak. Ammo men past uşaqlarning ko'pinchisi Mahmud muhitining bolalari. Ama resim qarab bakana hammasiga tapanchasi turgan bolalar. Bu o'yinchi tapancha emas, rost tapancha. Bay deb o'tgan Mahmud muhitining cho'ng o'g'li Abdulamet muhiti. Yana turmada intayin qiynab azobli o'ldirilgan. Mayaqdagi ma uch bolasi Mahmud muhiti chiqayotgandan bu oiz qattiq ta'qib qilinib, va bolalari qattiq yetimchilik qilmoqchi qolganda, oxir G'o'ljida vijdonli odamlar tarafidan bu beqiyrilgan bolalar G'o'ljida cho'ng'anda 40 yildan. Ma rasmdagisi rasmdagilari muhitilar avlodlarining shu jangovar avlodlari. Yana bu rasmlarimiz ko'ramiz Mosul muhitining cho'ng o'g'li o'ttirdagisi Abdurahmon muhiti degan odamni ta'kidlash tegishli. Chunki bu odam Mahmud muhiti Qashqar turgan vaqtda Sovet ittifoqiga o'qishga chiqqanlarning ichida Sovet ittifoqiga aytgan. Gerçi Sovet o'qib kelgan bo'lsa-mu, ideya jihatdan millatga bo'lgan vijdon o'zgarmagan. Abdurahmon muhitida. Qaytib kelgandan keyin bir maziyat ishlab 44-yilda Ilida inqilob bo'lgandan keyin inqilob bo'ldi. 46-yilda bitim imzolanib, Ahmadjon Qosimning bevosita ko'rsatishi bilan Turpan noyisi hokim bo'lgan Abdurahmon muhiti. Lekin keyin Gomindan bitimni buzib, xatdan qolgandan keyin Abdurahmon muhiti Turpan xatini qo'zg'ab 47-yilda. Keng bilan bir qo'zg'on ko'tarib Turpanda qattiq urush bo'lgan shu vaqtda. Gomindan aşağıdan neçe diviziya askerini serip Turpandagi shu qurollar oddiy kishilar. Oxirida Abdurahmon muhitining yetakchiligida 3 mingdan ortiq odamni qurban berib, ash Turpanning mang'arda tog'larni bo'ylab urushlar eng oxiri Iliga borganda, chunki Ilida milliy armiya ozod qilib vaqtda, Iliga berib milliy armiya qo'shgan vaqtda faqat 200 askar qolgan Abdurahmon muhitining qo'lida. Iliga borgandan keyin Ilidagi milliy armiya qattiq taslim kitib bular shu chog'da Batur degan namı vertikemiz. Ta ki 50 yılınca Ilida şu Milli Armiyadan terk edip durup, keyin 49'dan keyin, yani yuqori darajalik amallar bo'lgan 56-yillik kasallikdan odamlar o'tdi. Endi mayaqdagi ma ikki yigit, bularni Abdulamet muhiti bilan Anvar muhiti. Har ikkisi Shinsaylar bilan 30-yillar oxirida turmada qiynab o'ldirilgan yigitlar. Ma ikki qiz to'pisi turg'uni Mosul muhitining qizi. Mosul muhitining qizi ismi Güherbo deyman. Astidagisi Maqsud muhitining qizi. Bu qizlarni shu zamonda davrga yarasha yaxshi tarbiyalangan, bilim olgan, keyin o'sha keyingi masalalarda Mardian qilolida qattiq xo'rlikdan topgan, ammo g'arib bilan o'ziga tegishli xizmatlarni qilgan ayollar. Endi bu 3 farzand bo'lsa, toki shu bizning zamonimiz bizning bilan davrlash bo'lib, zamonlash bo'lib yashab, o'sha 2000-yillar atrofida Mejit muhiti, Mahmud muhitining, Maqsud muhitining o'g'li, o'rtadagisi Güher muhiti, boshqa yosh qizlarning birisi, mayaqdagisi Sadat muhiti. Sadat muhiti hozirgacha bor. Men Mejit muhiti olamdan o'tdi, men Güher muhitini bilmaydi ekanman. Hayotmi yoki. Demak, bular muhitlar oilasining keyingi farzandlarniki hayotda taqdiri. Shu bugun vaqtni yetib ketdi, endi vaqt munosabati bilan men shuncha so'zsam, hamma rahmat.
sabablar bilan Urumchiga mangan yo'q, lekin bo'yindan yetlab mangandek o'zi sezgan. Aman qafasga sulindirilgan. Turpanga kelganda, Turpanda qumuldan qumul to'latgan yo'lbas. Shu chaqda Xo'ja Nazarjonlar tam inqilob qatnashgan, lekin keyin komandan qarasib ketdi yo'lbas. Ammo bu yo'lbas kichikdan Xanzolarning kayfiyatini mijoz qilmay tushangan, hilesini tushangan inson bo'lgani uchun bu shu chaqda bilganda qumuldir. Urumchi chiqishining o'zi o'zini o'lim tutmaganlik. Deb shu xatda agaham turgan Xo'ja Nazarjon. Urumchi chiqmayda Turpanning o'dil qumul qaytib ketgan edi. Ammo bu ishni Xo'ja Nazarjonning keyinda soyida so'nish ko'rgan boy bizgan Qosim Efendi albatta uni Afrika yetkazgan. Shuning bilan qumulning xatda elib chiqqan kishini qattiq qiyin qistab qilib Xo'ja Nazarjondan bo'shirgan. Ashuna bir ishlar bo'lgan. Endi bu yerda Qosim Efendi masalasi O'tkir Efendimniki o'yg'ongan zamonda tilg'animda boshdan oxir shu Xo'ja Nazarjonning keyinda bor. Endi Qosim Efendi kim? Degan vaqtda Qosim Efendi o'zi qozoq. 1931-yil Qumul inqilobi uzun o'tmaydi. Tashqi Mo'g'uldan bir o'mak Qumul tog'lariga kelib Xo'ja Nazarjon bilan ko'rishgan. Bu o'mak kelgandan keyin Qumulning Qarata degan teg'ida yig'ilishdi. Shunda deganda biz ham yaxshi qilsak, bizmo Sovet ittifoqining himoyasidan tashqi Mo'g'ul mustaqil bo'ldik. Sizlarni shunday bir kunga erishsizlar. Buning uchun Sovet bilan do'stona o'tishmak ham bularni yordam berish imkoni bu yana. Shunga biz tashqi Mo'g'ul vakillari sizlarga shu yordam qilish, sizlarga yo'l ko'rsatish uchun keldik degan. Endi hozir bugun aniqlayotgan materialga qaraganda bu o'makni tashqi Mo'g'ul avatgan emas, balki tashqi Mo'g'ulning nomida Sovet ittifoqi avatgan. Demak, bu ishni o'ylamamizda bu inqilobning boshlanishidan Sovet ittifoqining qo'l bog'lig'ini his qilib bo'ldi. Shunga bu o'mak kelib ikkinchi qatam kelgan vaqtda bular 500 ton bo'ldi. 50 ming toy o'q, undan keyin 500 kiyim harbiy kiyim o'tib deganlarga kelib bular yordam qilganligini ko'rsatib ketdi-yu, lekin Qosim Efendini maslahatchi qatorida Xo'ja Nazarjonning qishib qo'yib qo'ydi. Endi Qosim Efendi hadisa dindan shunday so'zlar. Ularni qoyil qilib, butkul Janub Qashqargacha bo'lgan yurishning hammasiga Qosim Efendi. Urumchi kelgandan keyingi ahvolda Qosim Efendi. Lekin Qosim Efendiniki kimligi, kim uchun ishlaydiganligi, qayerda tarbiyalanganligi masalasi bugungacha bilsa. Balkim Sovet ittifoqining KGB arxivlari oshkorlangan kuni menimcha Qosim Efendining bu g'oyib boshlanishi mumkin. Ammo O'tkir Efendi romanda yaxshi o'qisanglar aqlli kishi his qilaydi Qosim Efendining kimligini. Shunga bugungi kunda biz Qosim Efendining Sovet ittifoqining bir qo'l ishganligi shak shubhasiz. Ammo o'zining shaxsiy kimligi haqidagi materiallar qo'limizda bo'lmagani uchun uning konkret ahvolida bir narsa ish hozirchasiz. Sovetlar ittifoqi 30-yillardagi milliy inqilob emas, balki 1860-yillardagi badavlat Yoqubbek zamonidan boshlab O'ristonning qo'liga kirgan. Yoqubbekning og'dirilishi butunlay o'z vaqtidagi Char Rossiya imperiyasining xili zo'r darajadagi qo'li bor deyish kerak. Shunga O'riston, ya'ni Char Rossiya davridan tortib, toki sobiq Sovet ittifoqi yemirilgan 1991-yilga qadar butkul O'rta Osiyo bilan bizning vatan chegarasida ular sonsiz o'yinlar o'ynadi. Bugungi kunda biz bilgan o'yinlar shu o'yinlarning bir tomchisi xolos. Uning ichida ham qanchalik o'yinlar bor, masalan, 60-yillardagi 100 minglagan Uyg'urlarning ila cho'chakdan Sovet ittifoqiga qochib chiqib ketishi. Agar mayat dabtdan bo'lsa, bu oradagi o'yinlar son-sanoqsiz. Ammo 91-yili bu imperiya oxiri bo'lib tushdi. 15 qochib ketdi. Rossiyaning kuchi bugungi kunda ma'lum bir mazgil ojizlashgandek holatda biz his qilishimiz mumkin. Xuddi hozir qaytadan bizning vatanga olishmaydigan boshqa yerga. Lekin Rossiya dunyoda yana bir zo'r kuch. Kelajakda Amerikaga taqobil turish uchun Rossiya hamon Xitoy bilan ishbirlik qilishi mumkin. Shanxay hamkorlik tashkilotining qurilishi buni isbotlab turibdi. Undan keyin Rossiya Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin Sovet ittifoqi
orqalidagi millionlagan ortiqlar setildi. Pul uchun, iqtisod uchun. Ammo 1944 yildagi Sharqiy Turkiston inqilobiga oid Sovet ittifoqidagi shuncha ko'p ortiqning hech qaysi oshkorlandi. Rossiya pulga ehtiyoj deydi. O'zining nurg'un odamlarning ko'nglining orqasini sotdi-yu, nima uchun bizning vatanning orqasini hech biri egalladi? Yoki balkim Xitoyga o'tkazib bergan bo'lishi mumkin vaqtlar. Shu an bu nuqtani o'ylaydi. Gerçi bugungi kunda bizning vatan bilan bevosita chegaralangan chegara liniyasi layık aslan faqat Altayning bir qismini kichikdan chegaralangan. Shunday bo'lsa-mu, Rossiya kelajakda o'zining manfaatiga taqashgan kuni yana vatanni o'ynaydi, yirik farq o'ynaydi. Shunga tarixni o'rganishimiz kelajakda tarixda ketkizib qo'ygan sabablarni oldin olish, sabablarni takrorlamaslik uchun. Shunga menimcha Rossiyadan keladigan tügümede hem tügümeyi. Ama onda Uyghur rayonunda o kadar berip koyan durgun işlerler çünkü komünist hakimiyetler cümlenin Soğuk İttifakı en desende milletlerin kuşak etmek hükümden bölüp ulanın millet yasa bu arada ulanın sahtarlardaki otonomiya ya ki Cumhuriyet kuruluş yollarında biz size bundan nasıl kıtada olur ne bir nasıl bundan kullanan Soğuk İttifakı siyasi. Çünkü bunu karışık maksat neyse özlerinde bütün Orta Asya'nın birleşip fakat bir de Türkistan. Yani Türkiye'nin bir millet var, Türkistan'ın bir vatan var. Hemen birlik geliştiği var. Bunda bir millet'in Soğuk İttifakı da kansergen. Şu an bugün güne kadar her neyse Pan-İslamizm, Pan-Türkizm diyen neyse Soğuk İttifakı için bunlar öz götürüp çıkan, özü en korkulan atanlılar. Şu an bunlar her neyse uşak milletleri parçalar. Çünkü uşak milletleri parçalar her birisi ayrı milli ağın sığdırgenlikin bunların kaydı yaşamayla geldi. Mesela bir misal 39. Şinsay Moskova'ya varıp Stalin bilen sözleşken vakitte Stalin şurada bir gelin tanımlamaya Şinsay'ga. Hazır ahvallar kanat diyendik ahvallar şuna yaxşı Soğuk İttifakı'nın Stalin'in rehberliğinde bizim Şinjan'ı örgüsüleyen milletler beraber bunu oldu diyendik şuna diyende bu ülkenin çigrasının iki tarafında dini, tili, örüp atıdı, medeniyeti hemenimiz okşayıpan bir mucidalan halka yaşaydı. Şunun için biz bu şu halklarını xuddi bir bütün tavuzda oturdan pişaklarını birlik koyup iki parça kıratkenimizde ulan oturduğunu ayırmak gerek. Tavuzda oturduğunu kesersen onu mengü kıvırmasıge gelmeyi bulmaydı. Biz bu bulan vasını ayrı mengü birleşamayla anlatıp ekletişimiz gerek. Eğer ondan olsa günlerin biri de Aman tarihte bulan özler birleşip bir güç tuttu da bizi terlik buluşu mümkün. Hep Stalin şu yaptı, Şinsay diye. Şunun için hem de 70 yıl jarayonida Sovet İttifakı'da Orta Asya'da mesela 5 cumhuriyet oldu. O cumhuriyetlerin içinde nurg'unlagan avtonom cumhuriyetler oldu. Avtonom cumhuriyetlerin içinde avtonom oblast, avtonom nahiye diyerek meseleleri o yasap çıkarıyorlar. Lakin bu atanmış avtonomiyaların qanchalik bir foydasi, qanchalik nazariy kuchi bo'ldi. Buni ko'rib turibmiz. Bizning vatanimizda avtonom rayonlardan nurg'un oblast, nurg'un nahiyelar. Şu nahiyelarda şu avtonomiya qanchalik darajada ijro qilinadi. Buni tushunish kerak-da. Endi rahmat muhiti Qashqarda turgan mazgil bilan İsa Yusuf Odatbekin'deki aslisida yestishicha Nanjingga 3-4 ta vakillar o'tgan rahmat muhiti. Çünkü şu vaqtda Nanjing hükümeti bizim Uyghur rayonunu kontrol kılamanda Şinsay o'zaligi podshoh bo'lgan. Gerçi namda bu Şinjan ülkesi diyen Cumhur'un bir kısmı deb xalqaro shuni ko'rsatgan o'zimi ayrim davlatlar e'lon qilgan, ammo butun huquq o'zim bo'ldi. Onu Nanjing o'rmaydi, So'z ittifoqi o'rmaydi. Bunda bo'lgan ekan bu rahmat bo'yidaga besim tushavergan ekan, bu chiqish yo'li izlash kerakdan oxiri bo'ylaganda demak bu ülkeni Şinsay kontrol qilib, Sevit bilan birlashganligi uchun Nanjingning qo'li orqali Şinsayga taqobil turish kerak. Ham Sevitga besim qilib bilan chiqarish kerak. Şunun için rahmat bo'yicha ko'p tarafli chiqish yo'li izlab, oxiri Nanjingga birinchi qatorda Muhammad Ali Shanxay degan bir odamni degan ekan. Nanjingga o'tgan. Ham bu odam kimsa Qashqardan chiqqan layık damlıq so'lga o'zlariga ishqida so'l qilib, Shanxayda tunji uyg'urashlarni dechib, mehmonxonasi shu chog'da Shanxayda otilib ekan nima qildi. Shunda bu odam deganda, sen shu nimaga kelib ish qilib, jangi ishlarda ko'rishgan. Hozir bir Şinsay degan kommunist, Roskomus
Rusun çıkartmış, Rusun sürüp çıkarsın diye bizim ahvalımız bunda. Yani o verenler can yaşamına görüşken, onun için bayağın azizini evetken, onun için bölümün hakkında yemer edemen evetken, hatta İsa Yusuf Alattekin'in aksine evetken dedi yani. İsa Yusuf Alattekin şu yere bu andaki Gomurdan adamlarına sözüşüp, şahsen çekleşmedi. Lekin can yaşamına görüşken olsun lekin o şundan cevap vergen, biz aslında Japonlar bilen tutuşup kaldık, Japonlar ait güçlük biz anladığımızda. Bizim bu yer asker evlerde kıldak halimiz yok. Şunsa sen çıdap durma, biz bu şansayı öş kalamayız. Hatta sevitlen bu ülkenin çevirse kirişimi bizge kılmalı hakaret, lekin hazır amalımız yok. Biz Japonya'nın mağlup kandiken olurken Şinjan'ın işte anlaşalayız. Ne yapacağımız yaşamına cevap verin. Şu 3-4 katam elçiler ne canı çekip bakan olsun ayarlarına cevap vergendiken Mahmut Muhittin şu vatan toplar ümidini üzgenendi. Hem de Hindistan'a bakandiken Hindistan'da Mahmut Muhittin bilen Govindan'ın izlep onu alakalı bilen şundak malumatlar var. İsa Yusuf Alattekin'deki kitabını bunu tılığa aldı. Lekin hazır bazı kişiler bu bir qarash İsa Yusuf Alattekin'in Hindistan'a kelişi Mahmut Muhittin'i aşırı teklif qilish, najm teklif qilish deb bunday qarashlar. Endi bunday qarashlar olg'a suradigan isbot nereden keldi desa shu vaqtda Parijda chiqayotgan yosh Turkiston, ya'ni Turkistonlik millatchilarning Parijda nashr qilgan bir majmua chiqqan shu. Bu majmuaga İsa Yusuf Alattekin'in Hindistan'a kelib Mahmut Muhittin'i aşırı bir teklif qilib bu kişideki bazı kişilarni shu yerga bezib maqollar uchun maqollar. Hamda bularning zodi qanchalik amaliy asosi bor, bular tadqiqot qilish kerak. Shunga bu yerda bugun biz mayab turib buni undaq yoki undaq deyishga hozircha menimcha baldurlik qilib, bunga davomli material ko'rish kerak, qo'limizda isbot bo'lsa, uni o'tkazib chiqarib. Lekin nima bo'lsin, Hindistonda Mahmut Muhittin'i Gomindan tarafından her bir yollardan özgü tatip amal olsun da Japonlardan jirak tutup kontrol qilish nimasini ishlatganligi ma'lum. Boy so'zlayman deb unutilib qoldim. Temam yaxshi savol bo'ldi. Chunki men boy dedim. Shansayning hokimiyati uchun Majongyan bilan urushgan, Majongyanni surib janubga borayotgan Saudiya ittifoqi nima uchun Xotanda Mahosan qo'mondonligidagi Tungan diviziyasini tiklab qo'ydi. Men Urumchida vaqtimda rahmatlik Sayfullayev bilan bir suhbat bo'lgan. Shu odam ashuna bir gapni qilgan. Sizlar bilamsizlar, Saudiya ittifoqi Mahosanning Tunganlarini yo'qotmaydimi? Saudiya ittifoqi uchun u hech qancha ish emas, chunki 5000 kishi qo'shinni kirgizdi, aeroplan, tank diviziyalari bor shada. Birdamlik ishdi. Ammo Stalinning hilesi deganda buni Stalinning hilesi bo'lishi mumkin. Chunki Stalin dastlabda Saudiya ittifoqi hatto Shansayning o'ziga ishonch qilmagan bular. Ishonch qilmay navoda bir kuni Shansay bizdan yuz o'rib qolsa, bunga darhol saldigan bir kuch bo'lish kerak. Bu kuchni Saudiya ittifoqi bevosita chegadan kirgizib, ikkinchi bir davlatning zimindagi bir kuchni salamaydi bular. Buning uchun o'ziga nim qilgan bir kuchni Xotanga tiklab qo'yganda bir diviziya Tungan askarini tiklab qo'yib, buni bularning qo'mondoni Majongyanni Moskvada go'ra tutib turgan. Chunki Moskvaga ketdi nima? Moskvadagi Majongyan ha desa Xotanga sonsiz telegram bilan xatlarni avatib, Moskva bilan izchil holda Mahosan aloqa qilib turgan. 37-yilga qadar davomlashgan, ammo 37-yilga kelganda Mahosan Majongyanning gapini anglamaydigan darajaga borgan. Shansayning Saudiya ittifoqining yuz o'rilishiga 3 yildak bilan sinab, oxiri buni yuz o'ramaydigan holatda deb qo'ygan Saudiya ittifoqi. Şuna 37-yil kelganda armiya bilan biroqla Xotandikisini hammani joylab yo'q qildi. Ammo Shansay Sovet ittifoqidagi bir imperiyaning rahbari bo'lgan Stalinning burtiga chalma tizdida, eng oxiri Sovet ittifoqida yuz o'rdi 42-yildan keyin. Shunga Xotanda Tunganlarning 36-diviziyasining toki 37-yilga qadar yashab turishi butunlay Sovet ittifoqining strategik o'rinlashtirish bilan qilgan ishi. Bo'lmasa u bir tashvaga yarmaydi Sovet ittifoqining qizlar mesiga 34-yilda vayron qiladi ularni. Endi bu savolingiz bak cho'ng savol ham so'zlab kelsa uzun bir jarayon ketadi, ammo qisqam desak, Sovet ittifoqining nima uchun bizning vatanga shuncha aralashib olgan degan gapni nurg'un odamlar tushunmasligi mumkin. Ammo Sovet ittifoqining shu vaqtdagi Stalinning o'yi nima desa, izchil hatto o'ziga qo'shib olg'isimi yo'q. Lekin haqi bervatgisi yo'q.
Qısqa chiqib aytganda bizning vatanga tutgan pozitsiyasi Sovet ittifoqining siyosiy strategik pozitsiyasi. Endi nima uchun o'ziga qo'shib olmaydi degan vaqtda o'ziga qo'shib olmaslikning sababi u qo'shin boshlab kirib qo'shib olsa xalqaroda bir tajovuzchi. Bu bir tarafi bor. Ikkinchisi butunlay O'rta Osiyoni besib oldi, endi 30-yillarda yugurib qolib bir yerga kirishmi unchalik oson ish emas. Shunga Sovet ittifoqi nimani o'ylagan desa, bu yana mutlaq holda o'zining ta'sir doirasidagi bir rayonga aylantirib, birisi bu yana xom ashyosini foydalanish. Ikkinchisi strategiya jihatdan shu vaqtda Yaponiya kuchayib, sharq shimol tarafdan Sovet ittifoqini xotirjamsizlantirgan. Ikkinchisi Yaponiyaning qo'shini Beyjing olgandan keyin shu Suyan orqali bara-bara Shanga yaqinlab kelgan. Hatto Sovet ittifoqining KGB'si allaqachon Yaponiyaning Shandan o'tgandagi Lanjo orqali Uyg'ur rayoniga kirganligini allaqachon bu uchurga erishgan bo'ladi. Endi Uyg'urlarning rayoniga Yapon qo'shini kirdi degan gap Sovet ittifoqining O'rta Osiyo rayoni xavfga duch keldi. Yaponiya Uyg'ur elini baz qilib turib O'rta Osiyoga hujum qilishi mumkin. U chaqda O'rta Osiyadagilar mustaqillik izlab Yaponiyaga moyil bo'ldi. Sovet ittifoqining oq sepi yo'q qechildi. Endi g'arb tarafda bular Germaniya bilan urushyotdi. Shunga oq sepni bular xotirjam holatda tutish kerakda. Shuning uchun bor kuchi bilan har qanday badal ketishini qat'iy nazar bizning vatan tutib turish. Vatanni Sovet ittifoqining boshqa hech qanday kuchga yaqin keltirmaslik hatto Gomindang Nanjing hukumatining kuchi yetmadi shu chog'da vatanga. Faqat Shinsaydak bir odam tug'izib qo'yib Sovet ittifoqining gapini anglaydigan. Bu yerda o'zining butun ishini qilish. Shunga hatto Sovet ittifoqi Qumulga Qizil 8-polik bir polik askarni turg'azgan hatto nimada. Qumulda turg'izib, ichida Gomindangdan keldigan nima qo'shin to'sash uchun Qumulga turgan askarlar. Shunga qisqa chiqib aytganda Sovet ittifoqining aralashishi butunlay o'zining manfaati. Ular o'ziga qo'shib olish niyati yo'q. Hatto Shinsayning o'zimi Moskvaga olgan deganda 16-Jumhuriyatning qo'shib olsang bizni. Bu bilan o'zimda boshliq bo'lishdi, lekin unimi Sovet ittifoqi rad qilgan. Ham o'zimni qo'sha olmayman, ham haqqa bervatmayman. Bizga tutgan pozitsiyada shu vaqtda. Hamma savollar tugagan bo'lsa, vaqt bir yerga bog'layman. Hamma sizlarga rahmat.